Yaqin haftalarda, yaqin oylarda yoki yil oxirigacha qanday yangiliklar bor, qaysi asarlarni kutaylik va qaysi asarlar uchun, masalan, talabalar bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, o'z hamyonlaridan o'zgina nimani ajratib qo'yishsin. Pashshalar hukmdori, lekin mualliflik huquqi bilan muammo bo'lib turibdi. Kurt Vonnegut degan yozuvchi bor. Bitta yapon yozuvchisi bor, klassik yapon yozuvchisi. Osamu Dazai. Cho'lpon jadid shoir emas edi. Abdulla Qodiriy jadid yozuvchi emas edi. Jadidlar adabiyoti deganda nimalar yoki kimlarni tushunishimiz kerak o'zi? Nazarimda biz ularning qo'lyozmalari, fikrlaridan ko'ra ko'proq faqat shaxsiga murojaat qilish bilan cheklanib qolmoqdamiz. Shunday emasmi? Mirzakalon Jo'rayev Dostoyevskiyni yomon ko'rardi. Dostoyevskiy yozuvchi emas derdi. Iste'dodsiz yozuvchi emas, nima uchun o'qishadi? Sizningcha yoshlar orasida depressiv kayfiyatdagi adabiyot ommalashishiga sabab nima? O'zi adabiyot, depressiv adabiyot bormi? Agar professional nuqtai nazardan tahlil qilinsa, o'tgan kunlardan kecha va kunduz balandroq asar. Yetarlicha e'tirof olmagan o'zbek shoir yozuvchilarini tavsiya eta olamizmi tomoshabinlarga? Masalan, O'zbekiston misolida kuzatsangiz ham, kitobxonlik 5 yil oldingidan hozir yaxshi. Odamlarning kitob o'qishi yaxshi va asosan yoshlarning hisobiga yaxshi shu. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. O'ylaymanki, bu seriya suhbatimizni doimiy kuzatib borayotganlar biz bilan o'tirdi yana. Bugun bizda ko'rib turganlar Sanjar aka va bugun albatta adabiyot haqida gaplashamiz va adabiyot haqida suhbatimizni birinchi bo'lib Akadem nashrdan nimalar kutish, yaqin haftalarda, yaqin oylarda yoki yil oxirigacha qanday yangiliklar bor, qaysi asarlarni kutaylik va qaysi asarlar uchun, masalan, talabalar bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, o'z hamyonlaridan o'zgina nimani ajratib qo'yishsin. Rahmat, assalomu alaykum. Rahmat yaxshi munosabatlar uchun. Xo'p, Akadem nashrda yangiliklar ko'p. Agar eplab, amallab xalq hukmigacha yetkaza olsak, aniqlari hozir ikkita bir-biridan odamlar o'rgangan yo'nalishdan keskin farq qiladigan kitobimiz nashr qilinish arafasida turibdi. Bittasi Montessori ta'lim uslubi haqida. Bu o'sha go'daklar uchun Montessori go'dagi degan kitob. Bu ham o'sha yurtimizdagi ehtiyojdan kelib chiqib, hozir o'zi o'sha Montessori g'oyasiga sodiq bo'lgan uni davomchilari O'zbekistonda sekin bog'chalar ochishni boshlashdi. Biz bu ancha orqada edik. Xursand qiladi odam albatta va shunga bir javoban bizning kitobimiz ham chiqyapti hozir bosmaxonada. Keyingisi Komarovskiy degan mashhur vrach bor, u ham o'sha bola tarbiyasi haqida, bu endi ko'proq jismoniy bolani tarbiyalash haqida. Bu ham bolani ilk 365 kuni uchun 365 ta maslahat degan kitob bo'lar. Bular endi ommaboproq kitob bo'lsa, xos o'quvchi uchun juda ko'p yaxshi yangiliklar bor. Bittasi shu kunlarda hozir hamma ishlar tayyor bo'ldi. Muqovasiga dizayn ishlayapmiz. Pashshalar hukmdori degan kitob. Antitopiyalarni xush ko'ruvchilar uchun ajoyib yangilik. Antitopiyani xush ko'rish uchun juda ko'p o'zi antiutopik adabiyotlar ro'yxatida ham oxirgi yillarning eng yaxshi romanlari ro'yxatida ham bu asar kuchli 10 talik, kuchli 5 talikdan muttasil javob keladigan asarlardan bittasi. Bir paytda o'zida ayni shu muallifning Vorislar degan romanini ham oldik. Huquqini uni qo'shib berishdi. Pashshalar hukmdori eng mashhur, eng talab yuqori bo'lgan asari bo'lsa, bu Goldingning ikkinchi asari. William Goldingning ikkinchi mashhur asari. Ba'zida shunaqa bo'ladi, ba'zida o'sha qo'shib sotishadi. Bu ikkalasi ham o'sha xos o'quvchi uchun mazza qilib, cho'mib, boshqa dunyoga o'tib yashab ko'rish xohlagan o'quvchi uchun yaxshi sovg'a bo'ladi. Va undan ham yaxshirog'i bizda Dujardin degan yozuvchi bor. Dafnalar kesildi degan uni bitta kichkina hajmli asari bor.
Bu asar dunyoda ong oqimi yo'nalishini boshlab bergan asar hisoblanadi. Eduard Dujardin o'zi Joysning ustozi hisoblanadi. Bu Joys ustozim deb e'tirof qilgan. Va shuning uchun ma'naviy va boshqa jihatlardan yaqinligini hisobga olib biza Dujardinni va James Joysning Jacomo Joys asarini bitta muqova ostida bitta kitob qilib chiqazamiz. U akademik nasrga kirmaydi. Alohida kitob bo'ladi va bu qaysidir ma'noda voqelik bo'ladi. Ko'p sotilmasligi mumkin, hamma o'qimasligi mumkin, lekin o'qiydigan odamlar uchun juda katta bayram, juda katta tuhfa bo'ladi. Ustoz Ahmad Otaboy tarjimalarida boshqa tilda o'qiganlar bo'lsa tarjimani o'qib ko'rishlari aniq. Chop etilyapti u kitob. Xo'p, keyin biz o'zimiz juda ham xohlayotgan chiqarilishi bitta muallif bor, uni ola olmayapmiz. Balki yil oxirigacha tarjima tayyor, lekin mualliflik huquqi bilan muammo bo'lib turibdi. Kurt Vonnegut degan yozuvchi bor. Men o'zim yaxshi ko'radigan Pashalar hukmdori ham Kurt Vonnegutning Mushuk belanchagi degan romani bor. U ham yaxshi ko'raman juda. O'tgan asrning ikkinchi qismining eng mashhur yozuvchilaridan biri. Shunaqa. Bizda juda taniqli emas. Keyin akademik nasrga kiritilgan yana bitta yapon yozuvchisi bor, klassik yapon yozuvchisi Osamu Dazai. Osamu Dazaining ikkita qissa va bitta hikoyadan iborat asarini ham bu kuzgi kayfiyatga kirmoqchi bo'lganlar uchun. Kuzgi kayfiyatga kirmoqchi bo'lganlar uchun qaysidir ma'noda va boshqacha adabiyot, boshqacha uslub xohlaganlar o'qib ko'rish, sinab ko'rish, his qilib ko'rish xohlaganlar uchun ham yaxshi yangilik bo'ladi. Va o'zbek adabiyotidan yangiliklarimiz bor. Biz bitta tirik bitik degan rukunga asos soldik. Tirik bitik shu ma'nodaki, mana adabiyot o'ldi, o'zbek adabiyoti yo'q, o'zbek adabiyoti orqada qoldi degan qarashlar bor. Shu juda ham bunaqa emasligi, ahvolimiz juda ham ayanchli emasligi, bizda hamon badiiy tafakkur, o'sha qaysidir ma'noda badiiy adabiy hayot garchi muhit bo'lmasa ham tirik ekanligi isbot sifatida chiqazdik va birinchisi mana Baxtiyor Abdug'afurning Azal muhri romani bo'ldi. Hozir juda tilga tushdi, juda ko'pchilik bu ham qiziqda. Ba'zi mualliflar haqida, ba'zi asarlar haqida odamlar o'qiydi, keyin u balki o'zi bilan o'zi gaplashar, o'zi mazza qilar, lekin odamlar bilan bo'lishni ep ko'rmaydimi, lozim topmaydimi shunaqa. Meni shaxsan ham hurmat qilganim, ham juda ham xohlaganim bu Azal muhriga kim o'qisa albatta nimadir munosabat yozyapti. Hozirgacha salbiy munosabat ko'rmadim. Ijobiy munosabat. O'zi ilk o'zbek intellektual treyleri deb qo'ydik. Treyler juda mazza qilib, yengil hazm qilish uchun tag ma'nolari bor, chuqur ma'nolari ham bor albatta, ammo mazza qilib o'qiladigan asar va juda ham dolzarb deb o'ylayman. O'sha sun'iy idrok va nosuniy idrok, insoniy idrok o'rtasidagi kurash bir ma'lum rakursdan turib qaralgan va bitta xulosa ham bergan yozuvchi o'zi albatta go'zal xulosa. Kimdir qo'shilmasligi ham mumkin, odamlarning o'zini haqqi. Azal muhri o'sha xulosaga ishora qilib turadi. Boshqa yangilik bo'ladigan, voqelik bo'ladigan mualliflardan masalan Ne'mat Arslon degan o'zbek yozuvchisi bor. Juda ko'pchilikka notanish. Siz bilarmidingiz yo'qmi? Menga ham notanish ekani. Lekin Kartasarni o'qigan va Kartasardan zavqlangan odam sifatida sizdan kutadiganim bu asar siz juda ham yaxshi qabul qilasiz. Ko'pchilik uchun syurpriz bo'ladi. O'zi yoshlari ulug', ko'p narsa yozganlar. Hozir biza
birdaniga ikkita asarlarini chop qilyapmiz. Bitta romanlarini Akadem nasrga kiritib chop etyapmiz. Akadem nasrga kiritilgan ikkinchi o'zbek yozuvchisi bo'ladi. Mavhumot degan romanlarini va Kovul guli degan novellalar to'plamini ham nashr qilyapmiz. Nomidan Kartasarning ta'siri bilinyapti faqatki. Olamining o'sha bir nimasi kelyapti, shu'lasi. Man Kartasar deganimda Kartasar uslubi yo'q bu yerda. Lekin o'sha saviya, o'sha daraja, O'sha sirlilik. shu narsalar bor. Shuning uchun xullas yaxshi sifatli adabiyot, sifatli san'at asarini xohlaganlar, sog'inganlar uchun bu juda ham yaxshi tuhfa syurpriz bo'ladi. Va tirik bitikda yana bir qator o'zbek nosirlari chop etiladi. Ularning ichida ham syurprizlar, juda odamlarni hayron qoldiradigan yaxshi asarlar bo'ladi. Demak, qalamlar sinmagan, qalamlar shunchaki chiqarg'ichga kiritilib, yangilanib oldi. Shunday. Shunchaki siz hozir yangiliklarni aytganingizdan so'ng tavsiya bo'lib qoldi. Hozir kuz, agar kuz kayfiyati uncha hali sizlarga kelmagan bo'lsa yoki qishga va pishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsanglar, masalan, qishda o'tirib men bir oy kanikul bo'lganda yoki hafta ishdan ta'til olganda desanglar, Pashshalar hukmdori, Yevgeniy Zanyatin biz, Jorj Orwell 1984, Ajib yangi dunyo va Vannegutni ham qo'shib olsangizlar yoki Pashshalar hukmdori, siz 6 ta kitob bo'ladi va sizlar bir oy ichida to'liq antitopiyaga sho'ng'ishinglar mumkin va umuman boshqa odam bo'lib qaytib kelishinglar ham. Lekin menda ayta oladigan misolim, Ajib yangi dunyo bilan 1984 ketma-ket o'qigandim va masalan har doim depressiv kitoblar o'qish kerak emas deb turishadi, ya'ni berilib ketishi mumkin deb, lekin bu ikki xil olam bir-biriga umuman teskari bo'lgani uchun juda bir-biriga yondashib ketganda, ya'ni sizga ikki xil rakurs beradi, ya'ni kelajagimiz yoki hozirimiz haqida. Endi bular ancha oldin yozildi va bashorat qilishgan. Shuning uchun shunday sizlarda imkoniyat bor, asarlarni to'plab olib, qahvalarni yaxshilab damlab yoki shokotlarni qishda o'tirib antitopiyalarga berilish. Qish menimcha antitopiyalarga juda ham mosoy, yozimcha ketmaydi. Yozda ko'proq detektiv va romantikalar nimasini egallashadi. Va bir to'xtalib o'tdingiz, Baxtiyor Abdug'ofur asari haqida aytganingiz, sun'iy idrok. Sizdan endi so'ramoqchi edim, menimcha avvalgi suhbatlarimiz vaqtida bu uchun hali erta edi. Ya'ni siz o'ylaysizmi, masalan, sun'iy idrok, sun'iy intellekt kelajakda masalan nashriyotlar aynan sun'iy intellektning tarjimalariga tayanishni boshlashiga, chunki nega bu savolni o'rtaga qo'yyapman, shunchaki sun'iy intellekt dizaynerlarni yoki montajyorlarni yoki o'zi hamma ishni olib qo'yish haqida gap ketayotganda emas, o'zim yaqinda o'zbek startapi bo'lgan tahrirchidan foydalanib ko'rganim uchun, albatta badiiy tarjimaga hali erta ular texnik tarjima bo'lsa sifatli, rostdan siz odam o'zi qiziqib qilmaydigan shunchaki texnik bo'lgan tarjimalarni, qalbini qo'ymaydigan tarjimalarini eplab ketyapti. Sizni fikringiz qiziq bo'lardi bu masalada, ya'ni qachondir nashriyotlar shunga sun'iy idrokdan foydalanishga o'tishiga qanchalik ehtimol bor deb o'ylaysiz bu narsani? Yoki o'z munosabatingiz qanday bunga? Masalan, o'zbek tarjimachiligini realligidan turib qarasangiz tezroq shu kunga kelsa edi deb orzu qilasiz. Lekin obyektiv bo'lsangiz, yaqinda bizning YouTube kanalimizda bir suhbat e'lon qilindi. Shu munosabatimni yozay deb hech yalqovligim bor, keyin kayfiyat bilan hali yozib ulgurmadim. Juda men o'zim hurmat qiladigan tarjimon ayol Gulnoz Nabiyeva tarjima haqida intervyu berdi. Aynan shu yerda bitta asos tushuncha, o'q tushunchani Gulnoz berib ketgan. Nima uchun tarjimalari yaxshi deb savol berish mumkin-da. O'quvchidir, mutaxassisdir. Gulnoz hozir shu aytib o'tadiganim haqiqatni anglab yetgani uchun zo'r tarjimon. Rostdan Gulnoz yaxshi tarjimon, zo'r tarjimon. U aytayaptiki, tarjima bu ma'lum muayyan bir dahoni, muayyan bir sathdan o'zimizning bizga tegishli bo'lgan sathga, o'zbek tili sathiga olib o'tishdir. Tarjima bu so'zlarni o'girib qo'yish emas o'zbek tiliga. Hattoki qaysidir deylik idiomalarni, analiklarini topib keltirib maqollarni u narsa tarjima aynan dahoni ko'chirib o'tqizish. Xo'p, daho nima? Daho kim?
daho doim bu istisno. Misol mavjud qoidalarni bir o'sha angimetrga bo'lsa ham, o'sha o'lchov eng kichkina o'lchov birligiga bo'lsa ham suralgan, bir millimetrga bo'lsa ham o'sha tafakkur doirasini suralgan shaxs. Sun'iy intellekt o'zini eng oxirgi rivojida ham buni aql bilan anglash juda oson. Bunaqa harakatga, bunaqa daholikka qodir bo'la olmaydi. Chunki u ma'lum bir qoidalarning asosida yasalgan, nima deymiz? Bizdagi bor so'zlarni o'zi nima deydi, tarjima qilinganda hozir biz foydalanayotgan sun'iy intellektlar LLM deyiladi inglizcha, large linguistic systems, ya'ni katta til tizimlari shunchaki bor so'zlarni bazaga kiritishadi, ular bog'lab kimlardir ishlatgan javob generatsiya qila oladi. O'zim yaqinda bir endi qiziqib o'sha tahrirchidan foydalanayotganda yoki boshqa tarjimon o'sha sun'iy intellekt tarjimadan foydalanayotganda xayolim kelib qoldi birdaniga. Qo'shiq eshitib o'tirganim Jahongir To'jonovni Yolg'onchi yor degan musiqasida, qo'shig'ida bir joy bor, ya'ni qachon menga bir iltifot aylagaysan deydi. Endi masalan shunchaki so'zni hissiyotdan olib qo'yib turib qo'ysangiz shu gapni inglizchada yoki ruschadagi tarjima qilayotganingizda u sizga o'sha nimaning hissiyoti sizga sezilmaydi. Chunki u yerda shunchaki menga iltifot deganda men bitta ishni qilib beram deb tushunish mumkin, menga shafqat qilam deyish mumkin, menga imkoniyat beram deyish mumkin. Va siz u so'zni masalan shu jumlani hissiyotini chiqarish uchun qo'shiqni to'liq eshitgan bo'lishingiz, Otajonovni bilishingiz, u qayerdaligini, undan oldin qanaqa qo'shiqlar aytganini va masalan o'sha yerda sun'iy intellekt tarjimonlari 3-4 ta variant berishyapti, lekin u tanlay olmaydi. Farq shunda, ya'ni u sizga variant berishi mumkin va oxirida baribir imzoni inson qo'yishi kerak. Shunda men sezib o'tdimki, ya'ni masalan bizdagilar boshqa tillarning murakkabligini aytishni yoqtirishadi, boshqa tillarning qanaqadir go'zalligini, yoki rus yoki ingliz, kimdirlar fransuz yoki ispancha boshqa deyishadi, lekin yaxshi nima deydi, yaxshi ong, yaxshi kuchli qalb agar o'zbek tilidan foydalansa juda go'zal misollar ko'rishimiz mumkin. Va oxirgi vaqtlar men ham ba'zilardan Twitterga qo'yib turaman, qarayapman deymanda eski o'zbek qo'shiqlarini eshitayotganimni. Chunki nima deydi, sevgi haqida masalan bizda o'lim kunim haqida aytilgan qo'shiqlar bo'lsa ham so'zlar chiroyli tanlangani uchun masalan 4 ta jumladan iborat o'zidan izladim degan bo'lishi mumkin, lekin izladim osmondan, yer ostidan shunaqa nimalar bilan ketishadi. Shunchaki sani otang bor, men kambag'alman emas. Va shunga men bo'lamanki, masalan ko'pchilik boshqa tilda o'zini erkinroq sezishini aytadi. O'zimni hissiyotlarim hozir zamonaviy tilda cringe bo'lmaydi, boshqa tilga o'tkazib aytsam deydi, lekin shunchaki ko'proq o'zbekcha asarlar o'qish va yaxshi o'zbekcha asarlar o'qilsa, biz o'zimizni ham inglizchada yaxshi ifoda eta olamiz va bu bizga kerak bo'ladi qachondir o'zimizni himoya qilish uchun ham. Ya'ni o'sha Jorj Orwell so'zlari bilan aytganda, yangi til paydo qilishga harakatlar baribir bo'ladi, kimdir buni sezsa sezmasa, va inson o'z tushunchalarini himoya qilib qolmasa va boshqa til unga yordam bera olmay qoladi. Suhbatning keyingi qismiga olib o'tish uchun buni doim o'zi ko'pchilik, ya'ni yaxshi, men ziyoli deb hisoblaydiganlardan so'rab turaman. Mirzohid Muzaffar bilan shu haqida gaplashgandik. Sizni bu masalaga munosabatingiz ham qiziq bo'lardi. Masalan, kuchli bilamiz qanaqadir kinolar bor, kuchli mualliflar bor, asarlar, og'ir asarlar yozadigan. Masalan, o'quvchi ramzlarni tushunmasa-da zavq olishi mumkin deb hisoblaysizmi? Ya'ni ramzlarni tushunish shartmi kitobni o'qiyotganda har doim? Shunaqa maqsad bo'lishi kerakmi o'quvchida? Bu qaysi adabiyotligiga ham bog'liq. Misol uchun Navoiyni o'qiy turib, o'quvchi o'sha ramzlar tizimiga, ramzlar zanjiriga kirib kelmasa ham zavq ola oladi. Bitta yigit bitta qora qizni yaxshi ko'rib qoladi, cho'lga chiqib ketadi va hokazo. Muayyan bir zavq bor. O'sha uni avom darajasidagi zavq bor. Lekin endi uni qat-qatiga tushirsangiz, uni qatlarida, botinida boshqa go'zal ramzlar bor. Shuning uchun qat'iy chegara qo'yib, buni tushuna olmagan odam, buni chaqa olmagan odam, buni ta'bir qila olmagan odam bu kitobni o'qimasin deb
chegara qo'yib qo'yish to'g'ri emas deb hisoblayman. Hattoki o'zi umuman butun mana ikki taraflama kodlangan emas, ya'ni avom uchun ham mo'ljallangan matn mavjud bo'lmagan yozuvchilar bor-ku. Deylik misol shu joy so'zi bor, ulisi yoki mana Borxesda shunaqa matnlar bor, Kartasarda borligini aytdik, Fuentisda bor, ko'p Folknerda bor bu narsa, shu hozir chiqadigan Dujardin bo'lsin yoki joy so'zini Giacomo Joyce bo'lsin, bular sizdan muayyan tayyorgarlik talab qiladi. Siz u ramzlarni bilishga sizni majburlaydi. Bilmasangiz chinni ololmaysiz. Lekin o'sha tubigacha yetib bora olmasa, misol uchun siz topgan foydani topolmasa ham qanaqadir foyda topsa, shuni o'zi kifoya deb hisoblayman. Va to'g'risi bu asarni sen tushuna olmaysan, bu asar falonchilargina uchun degan narsa haqorat deb o'ylayman odamga nisbatan. Chunki inson o'zi yer yuzidagi xalifa ekanligi, Alloh taoloning xalifasi ekanligi insondagi ruhning ma'rifat hosil qilish imkoniyati bilan bog'liq. Ya'ni inson ruh ma'rifatulloh ruh deyiladi. Misol hayvonda shu narsa yo'q. Shuncha hayvon javob ham bermaydi. Hayvonda savol javob ham yo'q. Shunaqa ekan, nima uchun qaysidir odamdan butunlay to'sib qo'yilishi kerak va sen hech qachon bu yetib kelmaydigan manzil. Tenglik shu yerdan boshlanadi va har kim o'zi topgan ma'nosi bilan kifoyalanib, shundan lazzatlanib tursa bo'ladi. Endi umuman ma'no topolmaydigan odamni tasavvur qila olmayman to'g'risi. Haqiqat shu o'rni emasmi? Bitta nima aytib ketay, mana afandi latifalariga juda bepisand munosabat bor bizda. Men afandi latifalarini Sufyonni talqini haqida Idris Shah degan yozuvchi bo'lgan. Shuni Sufizm degan kitobi bor. Rus tilida bor, o'zbek tiliga tarjima qilinmadi. Afandi latifalarini Sufyonni talqinlarini keltirib o'tadi. Hamma afandi latifalarini yaxshi ko'radi, hamma biladi va bu hamma biladigan, hamma eshitgan latifalarda shunaqa chuqur ma'no bor. Hayron qolasiz. Siz u ma'no borligini hatto gumon ham qilmagan bo'lishingiz mumkin, lekin bu bilan tanishsiz. Ya'ni nima demoqchiman? Nimaga bu narsani esladim, o'rinmi, noo'rinmi deb. Hech bo'lmasa afandi latifasini eshitgan odamlar. O'sha odam Borxesni tushuna oladi. Qaysidir darajada tushuna oladi. Va men o'zi bolaligimdan doimiy ichimda shubha bo'lgan, mana shu latifalar oddiy latifa emas. Bularning ichida chuqur ma'nosi bo'ladi. Mana misol bitta ikkita misol keltirib o'tishim mumkin. Bir kun afandi do'stlarini uyiga taklif qildi-da. Keyin bitta osh qilib yeymiz, yuringlar dedi. Uyga kelib, hozir kutib turinglar deb kirib, xotiniga o'rtoqlarimni olib keldim, bitta osh qilib bersang desa, xotini uyda o'zi bir tomchi yog' yo'q, qanaqa osh qilib berasan deb to'polon qilishni boshlabdi. Bo'lmasa mani yo'q deyverasan so'rashdi. O'zi birga kelgan. Keyin ozroq kutishgan, eshik taqillashda xotin chiqibdi. Hozir kirib ketgandilar-da Nasriddin. Biz kutyotgandik desa, uyda yo'qlar. Keyin yo'q, bo'lishi mumkin emas, biz birga keldik, kirib ketdi. Qanaqa desa yo'q. Shunda nima Nasriddin afandi boloxona bo'ladi-ku, derazasidan qarab bo'lsan, qanaqa do'stsan, yo'q deyapti-ku, ishonib ketavermaysanmi degan ekanda. Endi shuni Idris Shoh ta'bir qiladiki, odam do'stiga taslim bo'lmaguncha, do'stini xabarlarini bu yolg'onmikan, bu rostmikan, nima ekan deydigan darajada yaqin bo'lib ketmaguncha, butunlay ya'ni bitta yaxlitlikka aylanib ketmaguncha u do'st emas deydi. Bu o'sha ixvonlik deyiladi. Bu bor. Dinda, tasavvufda bor tushunchalar.
oddiy latifa, tagidagi ma'nosi shunchalik. Yana bittasi bor, chorig'i yo'q ekan, oyog'ini yurar ekan afandi. Do'konga kiribdi-da, menga qaradi, sani tering bormi, oshlangan tering? Bor. Falon bormi? Bor. Piston bormi? Bor. Sen qanaqa ahmoq odamsan? Hamma narsang bor, choriq tikib olmaysan. Keyin buni sharhlaydi-ki, unsurlar, elementlar, ingrediyentlar bo'lishi mumkin. Ammo birov jamlab, bir ustoz jamlab, ehtiyojga moslab uni yasab bermasa, befoyda. Misol uchun odam juda aqlli bo'lishi mumkin, matematikani o'rgangan bo'lishi mumkin, oliy matematikadan xabardordir, astronomiyadan xabardordir, lekin u qanaqadir o'lchovlar qilishi, yulduzni qanaqadir harakatlarini o'lchab chiqish uchun bitta ustozni uni tizimli, sistematik fikrlashga undashi juda kerak. Yo'nalish beruvchi bo'lish kerak. Yo'nalish beruvchi bo'lish kerak. Shunaqa ishoralar bor. Ko'rdingiz, bular endi sekin-sekin rivojlanib shunchalik yoki bundan murakkabroq, yana ham murakkabroq matnlarga aylangan. Shuning uchun murakkab matndan albatta hamma ma'no topa oladi deb o'ylayman va biz kutilmalarimiz adabiyotdan, biz adabiyot ichidagi qaysidir ma'noda odam bo'lganimiz uchun juda yuqorida. Misol uchun men o'zim ham g'ulu bilan bo'rttirib, juda ko'p ma'no berib gapirgandek bo'lamanda, qanaqa odamlar kitob o'qimasa qanaqa yashashi mumkin degan tasavvur bor deydi. Asli unaqa emas, bilaman. Biz shu soha bo'lgani uchun, shu havodan nafas olib turganimiz uchun shunaqa tuyuladi. Asli oddiy ermak uchun, vaqt xushlik uchun, o'yin uchun kitob o'qish mumkin. Bu foydadan xoli bo'lmaydi. Biz o'sha nima qilib, vahima bilan aytadigan foydalarimiz ham qaysidir ma'noda hosil bo'ladi hammasi. O'zi adabiyotni yaralishi haqidagi nazariyalarning ichida o'yin nazariyasi ham bor. Adabiyot o'yin uchun yaratilgan, o'zi ham o'yin. Shuning uchun nima qilaver, murojaat qilaverish kerak, harakat qilaverish kerak, tushunmay qoladi degan narsani oldindan xulosa bilan yondashilmasa bo'ldi. Bu qiyin avtor, bu tushunilmaydigan avtor, bu boshqa deb. O'zimni Prust o'qiganim haqida ko'p gapirib yuraman. 20 yoshlar atrofida bo'lganman. Prust umuman o'qilmaydigan yosh. O'qish kerak bo'lmagan yosh. O'qiy olmaganman. Oy o'tib ketgan, o'qiy olmaganman. 3-4 bet o'qiyman. Xayolim boshqa tomonga chalg'ib ketaveradi. Zerikib, xullas diqqat jam bo'lmaydi. Odatda unaqa emas. Matnning ichiga singib ketishingiz kerak, tortib ketish kerak, o'zini siz suzib yuraverishingiz kerak. Yo'q. Hatto bir o'ksidim ham. Shu majruhroqmi, menda o'sha did, aql, nimaga Prustni o'qiy olmayman. Prust haqida yozilgan narsalarni o'qiganman. Universitetda yurgan vaqtingiz u Prust hammada, Prust ustozlar qarab sizga Prustni o'qisang, uni ko'rasan deyapsiz, o'chapsiz. Nima deyapsiz? Hozir u yog'ini ham gapirib beraman. Keyin xullas bir kun taxminan shu vaqtlar bo'lgan. Kelib bitta yon boshlab Prustni o'qiganman va bitta nafasda o'qib tugatganman bitta kitobini. O'zi 3-4 u payt kitoblarini topish qiyin bo'lardi. Bitta seriyada chiqqan 3-4 kitob bo'lardi bor yo'qman. Va uyqu esdan chiqib ketgan, ovqatlanish esdan chiqib ketgan. O'sha paytda Toshkent davlat universiteti bo'lardi, hozirgi Milliy universitetda o'zbek filologiyasi fakultetiga qarab yugurganman. Yani toshib ketyapman, kim bilandir o'rtoqlashishim kerak, fikrlashishim kerak, ichimga sig'mayapman Prustdan olgan taassurotlarim bilan. Xullas butun shu o'zbek filologiyasini aylanib chiqsam, Prustni o'qigan bitta ham odam yo'q. Prustni tavsiya qilgan odam, kitob sotadigan odam, o'sha payt vaqtincha kitob sotib turuvdi, bizdan kattaroq kursda o'qiydigan Rahimjon Rahmat degan ustozimiz. O'zlaridan borib so'rasam, Prust zo'r yozuvchi. Prust o'qimaganman, lekin Prust haqida yozilganlarni o'qiganman degan. Nechta olmasizlar degan Rustam mashhur gapi bor. Keyin Prustni rosa o'qigan, mikroskop ostiga olib o'qigan odamlar bilan tanishdim, gaplashdik.
Mirzakalon Jo'rayev juda jiddiy o'qigan, juda yaxshi ko'radigan kitobxonlardan bittasi edi. Mahmud Sa'diy o'qigan bo'lgan. Просто o'zbeklarning ichida o'qigan va tushungan va mazza qilgan yoki qaysidir ma'noda inkor qilgan odamlar xullas bor edi. Shunaqa bo'lgan. Shu ya'ni o'zini muddatini, o'zini nimasini kutadi. Kayfiyatini kutadi. Endi inson oddiy nimaga tushsak, yerga tushib olsak, desam, maishiy temada gapiradigan bo'lsak, men qishda ko'p damlangan qora choy ichaman. Turkcha qilib damlanadi-ku, shu turkcha damlanadigan qora choy ichaman. Bahor boshlanishi bilan aprel oylaridan umuman u choydan voz kechib ketaman. Keyin hozir mana sekin yana o'sha turk choy ichadigan vaqt kelyapti. Xuddi shunaqa. U ham bitta iste'mol mahsuloti kitob ham. Faqat aqliy iste'mol, bunisi jismoniy iste'mol bo'lsa, o'zini muddati bor, o'zini payti bor, o'zini davri bor. Misol, bilmayman, qachondir muzdek narsa juda ham yoqadi, qachondir juda ham yoqmaydi. Qachondir issiq narsa juda ham yoqadi, qachondir juda ham yoqmaydi. Endi juda ham primitiv nimaga tushib, hattoki osh ham har kuni yoqavermaydi. Hattoki osh ham to'g'ri. Eng mukammal ovqatlardan biri o'zi biz uchun. Bu ham ma'naviy oziqa-ku. Xuddi shuning uchun har doim ham yoqavermaydi. Tashab qo'yib, olib, o'qib, harakat qilaverish kerak. Hech bo'lmasa mazza qilish uchun. Endi men o'z misollarimni aytadigan bo'lsam, adashib maktabimiz kutubxonasiga Stanleyning qizil va qorasi kelib qolgan. Bir zamonlar men 6-7-sinfman endi. O'zi Telbani, Dostoyevskiyning Telbasini o'qib chiqqanman. Masalan, Telbani o'qish jarayonida men tushunmaganman. U rus zodagon jamiyatini oddiy bir telba inson fonida ularning kirdikorlarini ochib berayotgani, o'sha vaqtdagi eski kvartiralarni tasvirlab, eski amaldorlarni o'sha haqiqiy yuzini ko'rsatmoqchi bo'layotganini, bu men 13 yoshli bolaga bu umuman qiziq emas. Menda savol turibdi, mana bu telba oxiri nima bo'ladi? Bu ana shu Nastasiyaga yoki Aglayaga uylanib turib baxtli bo'lib ketadimi, yoki telba qaytib ketadimi? Men просто o'ylayman, bularga nima bo'ladi? Va adabiyotdan zavq olganmanmi? Ha. Ramzlarni tushunganmanmi? Yo'q. Hozir ramzlarni qayta o'qish uchun qayta o'qib chiqishim kerakmi? Yo'q, chunki men baribir adabiyotchiman yoki adabiyotda qanaqadir tizimli bilimga ega bo'lishga majbur bo'lgan odam emasman. Shunchaki asarni o'qiganman. Keyinchalik masalan qanaqadir hayotiy voqea ko'rsam yoki boshqa asarni o'qisam, o'shanga solishtirish uchun menda qanaqadir fikr shakllanaveradi. Ya'ni masalan hayotda ham Nastasiyadaqa xaotik bo'lgan, juda ham hamma narsani osmon qilib tashlaydigan ayollarni ko'rgandan so'ng nima deydi, his qilasiz, asarni qayta yashaganday bo'lasiz. Mana shu ko'p o'qigan odam dejavuga juda o'rganib qolsa kerak. Ya'ni ba'zi suhbatlarda bo'lib turgan vaqtim bu suhbatda qayerdadir eskimak yashab o'tganday deb sezaveraman o'zimni. Voqealarda ham xuddi shunday. Keyin ramzlar masalasida bir boshida masalan yangi o'zbek masalan yozuvchilar haqida aytib o'tdi, to'g'riroq o'zbek asarlarini chiqarilishini. Masalan oxirgi vaqtlar ruslarning ichida ham bo'ldi biz eng yaxshi musiqalarimiz o'tib ketdi. Hozir hammasi narkotik, fahsh, pul ko'tarish haqida kuylanadi degan qarashlar ham uzoq muddat bo'lib kelganda va xuddi shunday shu turdagi qo'shiq aytadigan qo'shiqlardan biri ruslarda bu Face raqamli Face nomli taxallusidagi bir yosh yigit reper bo'lgan. Juda ham tartibsiz, zararli hayot tarzini nima qilgan, o'zini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatgan kliplarida tatuirovkalari to'lib o'tibdi. Turmush yoki umuman bu narsa yo'q. Ya'ni biz masalan nafratlanadigan, masalan aynan bizning jamiyat nafratlanadigan, rus jamiyati ham kerak bo'lgan nafratlanadigan hamma xossalar unda bor. Va bir kuni u bir albom chiqaradi, o'ta siyosiy. Juda yosh yigit, lekin so'z jihatdan juda ham masalan shunchaki musiqasini o'chirib qo'ysangiz, ruscha so'zlar tanishib chiqadigan bo'lsa, siz hayron qoldirishni aniq men kafolatlay olaman va undan bir qator keltiraman. Bu Yumorist degan bir film olingan Rossiyada. Sovet davridagi yumoristning ikki xil hayot, ya'ni u katta zallarda konsert aytib yuradi, hammani kuldiradi va o'zi bu yoqda senzura, davlat bosimi o'zini ichki muammolari bilan ikki xil qiyofadagi odamni ko'rsatishga harakat qilingan film va unda bir juda ham mashhur o'sha soundtrack yozgan Face, shunda aytib o'tadiki, agarda Qorbobo rus bo'lsa, u sovg'a sifatida urushni olib keladi deydi. Qatorni ko'ryapsizmi? Yana bir qatori bor. Aytadiki,
maktabimda u naslida bizda o'qituvchilar qiynalgandan gashish chekib, hamma alkogol ichib razillikka ketayotganmiz. Sen bo'lsa menga sobiq sevgiling haqida gapirishdan to'xtamayapsan deydi. Ya'ni aytadi shu hozir bizda maktabda o'qituvchi aslida deydi. Endi keyinroq qilib aytayapman, o'sha gashish, nasha boshqa batda endi maktablarni tasvirlaydida. Hammasi rasto bo'layotgan vaqtda sen deb murojaat qiladi. Как бы tahlillardan birida shunday ediki, sen bo'lsa menga sobiq sevgiling haqida gapirishdan to'xtamayapsan deydi. Ya'ni sobiq sevgilisi bu oldin qanaqa zo'r edi, shunaqa davlatni rasvo qilishdi degan qarashlarni aytgan va Facebook shu vaqtgacha hech kim jiddiy olmagan, bolalarni yoshlarni buzyapti, yoshlarimiz qayoqqa ketyapti deb turgan как бы yengil yelpi ijodkordan xuddi shu narsa chiqqan. Va uni keyinchalik shaxs qiziqtirsa kimlarnidir ikkita intervyusi bor. Yuriy Dudda chiqqan. Yuriy Dudda birinchi chiqqan intervyusi juda yosh bo'lgan, sochlari o'sik, yengil yelpi, kulgi gapini yarmini tushunib bo'lmaydi, boshqa balobatlar va urush boshlangandan so'ng shu odamning intervyusini ko'rsangiz hayron qolasiz. Ya'ni masalan ijodkorlarga hozir masalan yosh shoirlar, yosh yozuvchilar chiqadi va ularga ba'zida erta jazolab qo'yayotganda ham tuyuladi. Ya'ni kishi baribir mukammal emas, u xato qiladi balki o'sha davomida. Men aytmoqchi bo'layotgan narsam, masalan Face'ni boshida masalan shunchaki tashlab qo'yganda odamlar uni unutib yuborgan bo'ladi, lekin o'sha boshida odamlar aytgan, sen Face'ni eshitsang demak buzilib ketyapsan, u bo'lyapsan deganlar keyinchalik masalan ongi uyg'onib urushni rad qildi shu yoshlar, shuni ortidan Face'ni qo'shiqlari, uni nimalari ularni siyosiy uyg'onishga unday oldi. Ya'ni masalan rap ham istalgan so'z orqali yaraladigan ijod menimcha har ijodkor o'zgarishi mumkin bo'ladi har doim. Unga har doim imkon berib borish kerak. Keyin Stendhal haqida yana bir narsa o'tib qoldi. Masalan, Stendhal o'zi men tushunishim bo'yicha o'sha vaqtdagi fransuz jamiyatining ikkiga bo'linganini ko'rsatib berish uchun yozilgan asar. Lekin bilish shartmi? Yo'q. Chunki hikoyaning o'zi ham qiziq. Bizda chunki syujet bor. O'rta yoshlarga yetib qolgan ayol, yosh lotin o'qituvchisi, stabil oila, ularda hammasi zo'r va o'rtaga bitta lotin tildas bo'yicha inson kiryapti. Savol tug'iladi, nima bo'ladi degan ma'noda. Romeo va Julietta masalan jamiyat ikkiga bo'linishi o'sha oilalarning o'sha davrini ko'rsatish uchun yozilgan. Gamlet eng katta misol adabiyotda oddiy o'qisangiz ham, oddiy qarasangiz ham o'zbek tili novellasini farq qilmaydi, tag ma'nosiga qarasangiz albatta zo'r. Lekin asosiy bo'lib kelib chiqadigan narsa hech bo'lmaganda so'zlarni o'rganish borligini, so'z boyligi orttirish va yaxshi hikoya o'qish. Chunki bizda hikoyalarga har doim ehtiyoj bo'ladi. Masalan, odamlar g'iybat degan so'z albatta negativ, lekin ko'p o'qiydigan asarlarimiz aslida bitta yozuvchini tomonidan aytilgan g'iybatga o'xshaydi. Bir inson, bir masalan, agar qahramon yuzidan o'zilmagan bo'lsa, kimdir sizga g'iybat aytib berayotganga o'xshaydi. Masalan, bitta bola bor edi, bir kuni u kimdir sevib qoldi, keyin ajrashib ketdi, keyin urushga bordi. Aytayotgan narsam, agarda sizdan tizimli bilim, masalan, universitetda insho yozish yoki boshqa qilinmasa, asar shunchaki o'qish kerak, kayfiyati tushsa bo'ldi, yoki nimasi bo'lmadi. Ma'noni 10 yil o'tib ham keyin chiqarish mumkin, menimcha. Endi nima bo'ladi? Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, adabiyotimizga qaytib, ya'ni o'zimizning adabiyotga, bolalar adabiyoti haqida gap ketganda bizda juda ham ko'p aytiladigan doimiy bahona bor. Telefon chiqib ketdi, kompyuter chiqib ketdi, o'yin chiqib ketdi, bolalarga qiziqmas adabiyot degan. Lekin masalan, men ham juda bir qari odam emasman, 23 ga kirdim. Men ham 10 yoshga 9 yosh yurgan vaqtlarimda televizor bor edi, klaviaturada telefonlar, undagi o'yinlar bor edi. Oddiy qilib aytganda, kitobga raqobatchilar avjiga chiqayotgan vaqt edi. Lekin men va mening tengdoshlarim ham Xudoyberdi To'xtaboyev asarlarini qiziqish bilan o'qiganmiz. Bizni hech kim majburlamagan hech qachon Xudoyberdi To'xtaboyevni o'qishing shart sen. Buni o'qimasang sen odam bo'lmaysan. Bu qanaqadir intellektual zo'r asar deb majburlamagan. Shunchaki kitobni borib javondan olganmiz yoki adabiyot darsligimizda parcha berilgan vaqt qiziqib qolganmiz, o'qib chiqqanmiz. Shuni savol tug'iladi, ya'ni gap raqobatchilarda emas, gap kitoblarning o'zida emasmi? Ha, kitoblarni o'zida ham va bizning munosabatimizda ham. Chunki biz shu gaplarni gapiramiz-ku, ko'pincha juda tubdan noto'g'ri tasavvur bilan qo'shib bu narsani bizga yedirmoqchi bo'lishadi. Bu o'sha buzilib ketgan, aynib ketgan g'arb bilan birga kirib keldi degan. Bu g'arbda relslarni ko'rish, hattoki mana shu sensor telefonlardan foydalanish bizdan endi bir necha 100 baravarga kam.
ongli voz kechgan odamlar juda ko'p. Ular o'sha arzon yengil dopamin nima ekanligini biladi va lazzatlarga to'g'ri oshno qila biladi va buni natijasini man o'zimni sohamdan kelib chiqib bilaman. Yaqinda ham gaplashdik. Ozroq bahs bo'ldi. Oxirgi yillarda kitob savdosida tushish bor deb, yo'q, keyin yana kelib o'rgansam, oxirgi yillarda kitob savdosida dunyo bo'yicha o'sish bor. O'sha klassik kitob, qog'oz kitobda o'sish bor. Bu nimadan dalolat? Bu odamlar hali hamon tushunadi, o'sha lazzat bilan o'rtoq qiladi farzandlarini va o'shaning natijasi raqamlarga ko'chib ko'zga ko'rinyapti degan narsa. To'g'ri qadriyat shakllantirilsa, to'g'ri yo'naltirilsa, kitobni qaysidir bitta varianti chiqib balki yengishi mumkindir, lekin har holda bu nimalar yenga olmaydi. Misol teatr chiqishi kitob bo'limi emas, kino chiqishi kitob bo'limi emas. Baribir original matn u universalroq, ko'proq talqinlarni ko'tara oladiganroq hodisa, shuning uchun u ustuvor bo'lib turaveradi. Muhimi shu, bolalar adabiyotida ham, umumiy kitobxonlikda ham shu. Masalan, O'zbekiston misolida kuzatsangiz ham, kitobxonlik 5 yil oldingidan hozir yaxshi. Odamlarning kitob o'qishi yaxshi va asosan yoshlarning hisobiga yaxshi shu. Ko'pchilik noliydi, kitob o'qilmayapti, kitob orqada qoldi juda ham deb. Unaqa emas. Yaxshi tomonga o'zgarish bor. Bolalar adabiyotida ham yaxshi tomonga o'zgarish bor. To'g'risi, baribir biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak-da. Mana umumiy boya gapirayotganingizda ham xayolimda turuvdi shu narsa. Umumiy tortishish qonuni bor. Umumiy tortuvchi bor. Shuni yo'qotib qo'yish, siz tortishish, butun olam tortishish qoidasidan tashqariga chiqib ketishingiz xaos yuzaga keltiradi. Bir paytlar bitta ustozim bilan dalada turganimizda juda go'zal misol keltirganlar. Aytganlarki, go'zallik nima deb savol berganlar. U adabiyotdan yiroq odam. Qotib qolganman, javob bera olmaganman, hech nima demadim. Keyin go'zallik bu tartib deganlar. Qaragin deganlar. Bu istalgan go'zal narsa tartib bilan turibdi. Rostdan gulni bundoq qarasangiz, o'sha gulbarglar bir tartib bilan o'ziga xos turibdi. Endi deganlar maysazorga qaragin, tartib yo'q deganlar. Shu yerda men butkul hozirgi til bilan nakovat bo'lganman. Lekin mana shu tartibsizlikni o'zini tartibi bor degan. Endi mutlaq tartibsizlik bor, tartibsizlik bor. Tushunishga biroz qiyinroq bo'lishi mumkin. Bu xaos deganlar. Unda go'zallik yo'q hech qanaqa deganlar. Shuning uchun muayyan bir tartib ustiga qurilmagan narsa go'zal bo'la olmaydi. Hech qachon deganlar. O'sha butun jamiyatlarning tanazzuli, insoniyatning tanazzuli, tamaddunni o'zini tanazzuli, o'sha butun olam tortish qonunini buzila boshlaganligi va odamlar noto'g'ri harakat qilayotganligi keyin qaysidir nuqtalarda o'zini insoniylikka qaytadi. Sizni ko'rib turib, bu rus jamiyatiga juda xos narsa. Juda ko'p rus ziyolilari urush vositasida qaytdi. Rus jamiyati shovinist bo'lib qoldi, natsist bo'lib qoldi deymiz, yomon bo'ldi deymiz, lekin alohida yaqinda Pugachyovni ham Gardiya intervyusi chiqdi. Bo'lmasa popsa deb hech qachon jiddiy qabul qilmagansiz, lekin tilidan haqiqat chiqdi ancha. Uncha qilmagan ishlarni qilyapti. Nimaga shunaqa katarsis degan narsa bor. Katarsisni o'sha ishga tushirib yuboradigan, harakatga keltirib yuboradigan bitta kuch bor. Rus jamiyati uchun shu urush bo'ldi. Uni mutlaq yovuzlik ekanligini, mutlaq fojia ekanligini anglab yetishdi va shu o'sha qaysidir ma'noda ruhiy tozaruv jarayonini, bu absurd, paradoks, lekin bu rostdan ham shunaqa. Ba'zida shunaqa bo'ladi, ba'zida xuddi nimada Pastoroniyda
o'limdan boshlanadi hamma voqealar. Garchi voqealar rivoji teskari tomonga ketsa ham. Ba'zida kimnidir yo'qotgandan keyin odam ko'p narsa topadi. Afsus, tagida siz yo'qotdingiz deylik, otangiz o'tdi va siz hayotning mohiyatini o'sha kundan kashf qilishni boshlaysiz. Ya'ni tozaruv, o'sha ruhiy tozaruv bo'ladi, anglash bo'ladi, turtki bo'ladi sizni fikrlaringizni to'g'ri ketma-ketligida inersiya yuz beradi. Yuz beradi. Rus jamiyati uchun bu shunaqa bo'ldi. Dunyo uchun ham shunaqa bo'ldi. Dunyo ham to'g'risi o'zimiz ham qotib qoldik. Yovuzlik bu darajada pardasiz Namoyishkorona. Ochiq namoyishkorona tus olishini, bo'y ko'rsatishini kutmaganman. Boshqa bir joyda gapirdim. 2016-yil yozgan ekanman. Insoniyat o'zini shunaqa taraqqiyot pallasiga yetib keldiki, hozir biz eng insoniyroq qiyofadamiz. Ya'ni zulm kam, yovuzlik kam, boshqa mutlaq adashgan. Chunki baribir o'sha tortishish kuchi, oliy ong, Alloh taolo kim bilmayman qaysi bir nimani qo'yadi o'rniga. Munosabatlar to'g'rilanmas ekan, bu yoqdagi munosabatlar to'g'ri bo'lmaydi. Buni ham ustozlardan bittasi menga aytgan. Agar bandani Alloh bilan o'rtasidagi munosabat to'g'rilanmas ekan, bandani banda bilan o'rtasidagi munosabat hech qachon to'g'ri bo'lmaydi. U dunyoga xosda bir narsa. Bu narsa siz kim bo'ldingiz? Nechta dahoni o'qidingiz? Nechta daho yetishdi? Fikr bilan qayoqqa bordingiz? Bu shu yerda ham bitta dahshatli misol bor. O'zim uchun, o'zimning shaxsiy kuzatuvim. 2019da boshlandimi pandemiya? 2019-yil dekabr, hozir ham kompyuterda ko'rsangiz, Marsdan fotosuratlar jo'natdi. Sun'iy yo'ldosh. Yurib, nima tushirdi, robot tushirdi. Shunda ko'rib inson koinot zabt etadi endi deb o'ylaganman. Chunki shunaqa tiniq, shunaqa aniqlikdagi fotolar keldi. Inson hatto o'zini hali to'liq zabt etgan. To'liq tushunib yetmaganini 2 oydan keyin amin bo'ldim. Shaharlar butunlay yopilib qolib, odamlar ko'chaga chiqa olmay qolib, muloqot, hamma narsa o'zgarib ketdi, boshqa. Ya'ni jaholat darajasi baribir bizdan umuman tashqarida bo'lgan haqiqatlar bilan bizning munosabatimizda yo kamayadi yo ko'payadi. Shu narsa dunyoda hozir ham muammo deb o'ylayman. Misol ezgulikni yagona shakli yo'qolib qolgan deb o'ylayman. Qanaqa deylik, yosh bolani borib o'ldirish mumkin, ayolni borib o'ldirish mumkin va unga boshqacha tus berish mumkin. Bir butunlik sekin biz oldin koalitsiya deb biladigan, bir butun dunyoqarash deb biladigan dunyoda ham bir butunlik yo'qolishni boshladi. Ko'rdi. Birinchi marta kelding, bolani ustiga bomba tashlading, ikkinchi marta kelding, bolani ustiga, uchinchi marta tashlading. Senga hech qachon urush qilmagan, o'zi hech qachon hech kim bilan urushmagan bitta davlatga kelding, paq-puq urib ketding. Nima bu? Bu yovuzlik. Bu insoniyat asl ezgulikni unutib qo'yganligi. Va biz ichimizda ehtiyojimiz bor o'sha ezgulikni yana qaytadan kashf etishga, yana qaytadan topishga. Adabiyot aslida shuning uchun kerak. San'at aslida shuning uchun kerak. Nima deydi? Jinni bo'lib qolmasligimiz uchun kerak jaholatdan. O'zi juda adabiyot boyatdim nazariyalardan bittasida adabiyot haqidagi, adabiyot nima degan savollardan bittasi o'yin degan javob bo'lsa, ikkinchisi shafqatsiz reallikka ko'chaga chiqsangiz baribir shafqatsiz reallik. Bu o'sha Rank degan psixoanalitik olim aytadi. Odam tug'ilishidanoq travma bilan, ruhiy travma bilan tug'iladi. Travma embrioni, homila embrion travmasi degan travma bilan tug'iladi deydi. Chunki mutlaq komfortdan mutlaq diskomfortga tushadi. Harorat, oziqa, hamma narsasi homilalik paytida eng mo'tadil, eng komfortli bo'ladi.
tushgandan keyin diskomfort. Shuning uchun deydi o'shani terisiga qachon duch kelsa, odam embrion holatiga kiradi deydi. Sovuq bo'lsa odam embrion holatiga keladi. Qonni och qilsa odam embrion holatiga kiradi. Hujjanak bo'ladi-ku. Qo'rqsa embrion holatiga keladi. Nima bo'lsa o'sha sog'inch bor, o'sha nima bor deydi. Jarohat bor deydi. Bu o'sha rang nazariyasi qo'shilish mumkin, qo'shilmasligi mumkin, qat'iy nazar. Buni o'sha kengaytirsangiz bo'ladi-da. O'sha shu ma'noda hozirgi adabiyotda keyingi mohiyatini ochib beradigan xullas nimalardan bittasi, nazariyalardan bittasi shafqatsiz reallik baribir shafqatsiz, o'sha rangdan boshlab boshqa qarshi turib yurish uchun o'zingning realligingni, parallel reallik, alternativ reallik yaratish. Bu asar yarata turib emas, asar o'qiy turib. Siz mishkin bo'lib yashay boshlaysiz. Bu siz hozir boya gapiryapsiz, kuldim. Men mishkinni yaxshi ko'rganman. Qayerlarim mishkinga o'xshar ekan deb o'qiganman. Mana taxminan 13-14 yoshimda o'qiganman. Rus tilida o'qiganman. Umuman Dostoyevskiy o'qimagan yosh, bir qo'l qodir tarjimasida o'qiganman. Mazza qilganman. Endi bizda tanlov imkoniyati unaqa ko'p bo'lmagan, nima yo'naltirish bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Shuning uchun nima qo'limga tushganda o'qib o'rganman. Men ham qo'limga tushib qolgan, qarindoshimning uyiga borganimda qarasam, eski bir sirliday kitob turibdi. O'tsam Dostoyevskiy telba vagonda suhbat ketyapti. Shunchaki o'sha vagondagi suhbat sabab qiziqib ketib qolganman. Qizil va qora haqida ham men ham alohida nimalarim bor. Uni boshqa joyda gapirganman. Qizil va qora bolalar uchun taqiqlangan adabiyotlar eng tepa polga nimada turadi, qatorda turardi. Va har doim bola topib qoladi kitobda. Bolalar chekar topib olardi. Shunaqa. U adabiyot shuning uchun kerak. Ya'ni bu o'zingizni realligingizni yaratish, kitob o'qish shuning uchun kerak, kitob yozish shuning uchun kerak, ijod shuning uchun kerak. O'zingizni realligingizni yaratish va omon qolish, sog' qolish. Sizdan hozirgi shu so'zlaringizga eng katta, oxirgilarda eng katta misollar filmlar ham bu adabiyot, ya'ni adabiyotda shunchaki ekranizatsiya qilingan narsasi. Kventin Tarantinoni, mashhur amerikalik rejissyor, bizning asrimizning eng mashhur rejissyorlaridan bittasini Bir zamonlar Gollivudda degan filmi bor. Bir zamonlar Gollivudda juda ham uzun kino. Ko'pchilikka, masalan, Tarantino sodiq muxlislarini ham juda katta qismiga yoqmagan, muxlislar ikkiga bo'lingan. Kino o'zi nima haqida? Kimdirlar bilsa bilmasa ozgina tarix, AQShda o'tgan asrda juda katta bir qotillik kechasi yuz bergan. Manson oilasi, ya'ni Manson degan bir shaxs yoshlarni cho'lga olib ketib, ularni tindirmay ularga narkotik berib, ularni manqurt holatiga aylantirib kelib qoladi va ular bir kuni borib ketma-ket ravishda juda xunrez qotilliklarni amalga oshirishadi va o'sha qotilliklardan birida AQShning o'sha vaqtdagi sevimli aktrisalaridan biri Sharon Tate homilasi bilan birgalikda o'ldiriladi va bu voqea AQShning tarixidagi mudhish kunlardan biri hisoblanadi. Bu insonlar kechqurunlar ko'chaga chiqishga qo'rqib qolishgan, hippilarga nisbatan nafrat boshlangan yoki boshqa va bu как bir millatning xotirasidagi qora kunlar, millatning dramasi hisoblanadi va Tarantinoning filmida o'sha vaqtdagi Gollivud olingan, shuning uchun nomi ham Bir zamonlar Gollivudda va filmning nimasi bo'yicha Tarantinoning olamida Sharon Tate o'lmaydi. Hippilar juda ham zaif, umuman kuchsiz, qanaqadir bir bo'shangan odamlar sifatida ko'rsatiladi va Tarantinoning filmidagi bosh qahramon Brad Pitt ijrosida Manson va uning sheriklari shunchaki rasosini chiqarib tashlaydi urib. Va adabiyot kuchi shunda ko'rinadi. Ya'ni Tarantino aytayaptiki, Manson asli juda katta emas. Biz yovuzlikdan qo'rqmasligimiz kerak, yovuzlikni yenga olamiz va bu film va ijod orqali siz ishonyapsiz shunday bo'lishiga. Sizni как бы o'sha vaqtdagi masalan men yoshimdagi insonlar uchun mo'ljallamagan bo'lsa ham sizni AQShdagi sizning yoshingizdagi insonlar ko'rib ko'ziga yosh olganligi, maza qilgan shuni aytgan. Masalan, menga o'xshagan Tarantinoning yangi muxlislarga film yo'q, chunki biz tushunmaymiz film haqida ketayotgan. Lekin o'sha vaqtda shu Manson davrida, Manson voqealarida yashab o'tgan insonlar uchun bu qandaydir bir ko'rinishdagi tasalli, ya'ni adabiyotni insonga bergan tasallisi. Shunaqa misollarda ko'rsa ham bo'ladi. Masalan,
hozir biz tinmay jadidlar haqida filmlar olyapmiz-ku. Asli bu bizning tasallimiz. Ya'ni Islomxo'jani shunday ko'rsatish yoki boshqa bir qahramonlarimizni ulug'vor ko'rinishda, ularni o'lmaydiganday, masalan, ular haqida afsonalar yaratish. Masalan, odamlar tasavvuridan u Qodir yoki Cho'lponni bo'yniga bolt urganda bolta sinib ketgan yoki o'lmagan degan qarashda yuradi. Haqiqatda shunday bo'lishi shart emas. Inson so'z orqali shunaqa o'ziga tasalli yaratadi. Shunaqa qahramon yaratadi va shuni hisobiga yashaymiz. Chunki bo'lmasa biz shunchaki dokumental ravishda o'rganmoqchi bo'lsak, u yerda sehr yo'q, u yerda tasalli yo'q. Bu yerda shunchaki odamlar o'lgan. Qudratni, yovuz bir qudratni qarshisida vafot etgan insonlar, lekin yozuvchilar, shoirlar shunday qiladiki, ulardan sizga qahramonlar yasab berib, sizga tasalli berishga harakat qiladi. Ularning vazifasi ham xuddi shunday. Masalan, bundan oldin ikkita oldingi savolimizga suhbatga bir esimga tushib qoldi. Frans Kafkaning Jarayon asarini o'qishda asar juda uzun tuyuladi. Birinchi o'qib chiqqan odam men nima o'qiyapman, zerikarli deb o'qiladi, lekin asarni oxiriga yetib borib, oxirgi jumlasini o'qiganingizdan keyin sizga katarsis beradi sizda. O'z asar ikkita kerakli qismi bor. Birinchisi sen tug'ilding va sen aybdorsan, ya'ni janobga uyg'ondi va janobga aybdor. Inson ham tug'ildi aybdor bo'lganda va kimgadir spoiler bo'lishni o'tkazib yuborasizlar yoki 10 sekund oldinga surib yuborsalar, asar nima gap bilan tugaydi. Jarayonda odam o'ladi, xuddi itday. Ya'ni siz masalan shuncha qiynalib o'zingiz majbur o'qib kelgan narsangiz aynan shu ikkita qator jumlada o'zini nimasini topadi, ifodasini va ma'nosini. Ya'ni siz kuzatding, byurokratiya, biz o'zimiz uchun qurib olgan tizim insonni qanday ma'naviy ravishda ham kech bo'lmaganda o'ldirishini. Masalan, shuning uchun ham kerak, shuning uchun ham masalan biz hozir bilamiz o'sha vaqtda yoki hozirgi nemislar biladi o'sha vaqtdagi nemis jamiyati qanday bo'lganini Frans Kafka orqali. Shuning uchun esimga tushib qolganda eng o'rinli bo'ladi deb o'ylayman. Bulgakovni mashhur o'sha gapi qo'l yozmalari yonmaydi. Ya'ni Kafkani misolida yoki umuman masalan bizni jadidlarning adabiyoti misoliga to'g'ri keladigan so'z qo'l yozmalar yonmaydi. Chunki Qodiriy yozgan qo'l yozmalar yonib ketmadi, hozirgacha yetib keldi. Cho'lpon yetib keldi hozirgacha va agarda siz ham hozir o'z qalamingizga, so'zingizga ishonsangiz, 100 yildan keyin sizga kimgadir yetib borishi mumkin. Menda shu hozir kelib qolgan sizning so'zlaringizdan keyin misollar. Endi yana bir keyingi savolimga o'tadigan bo'lsak, tayyorlab qo'ygan. O'zbek adabiyoti haqida boshidan to'xtalib o'tdik, yana bir to'xtalmoqchi edim. Sizningcha, yetarlicha e'tirof olmagan o'zbek shoir yozuvchilarini tavsiya eta olamizmi tomoshabinlarga? Siz aynan tavsiya etdik ham qismani. Misol uchun Ne'mat Arslonni kutishsin. Shu Baxtiyor Abdug'afur bizning bitta fojiamizda jonli misolida. Baxtiyor jiddiy 10 ga yaqin katta asar yaratib qo'ydi. Jaloliddin Manguberdi degan tarixiy romani bor. Madaminbek haqida romani bor. O'zini ko'ngli to'lmaydi. Madaminbekda bir ikki e'tiroflar ko'rgandim, lekin siz aytganda yetarlicha shu ko'proq odam aytadi. Qonli gullar vodiysi. O'qib yig'lagan odamlar. Bu juda katta odam, jiddiy odam, sentimental odam emas. Nima qilishadi, lekin bizda adabiy hamjamiyat, adabiy muhit yo'qligi uchun tanilib ulgurmadi, lekin e'tirof etilib, Baxtiyor baribir o'zini o'rniga ega bo'lgan o'z o'quvchisini topyapti. O'quvchisini topyapti. Va ayniqsa mana shu Azal Muhrida meni xursand qilayotgan. Men ham uni o'quvchisiga aylandim deydi. Kim aytsa, albatta nimasini, munosabatini yozyapti. Bu juda nima narsa, qimmat narsa. Ne'mat Arsonni ham kam odam bilardi, lekin qadrlamaganmiz, yaxshi tanimaganmiz. Hozir akademik nashrdan keyin balki sevalar. Chunki Temur Po'lat Tillayevni kuzatdim shu narsani. Boshida juda ko'pchilikning e'tiroziga sababchi bo'ldi. Nima uchun birinchi bo'lib Temur Po'lat Tillayev kirdi? Akademik nasrga deb. Tarjima qilinsa, jahon adabiyoti darajasidagi, saviyasidagi adabiyot deb o'ylayman. O'lim o'pqonni sizga oldin olib kelganmidim? Bu safar olib kelmabman. Keyingi safar yoki bir ko'rishganimizda olib kelaman. Beraman. U keyingi uchrashuvgacha yetarlicha asarlarim bor. Jiddiy adabiyot. Va hozir ko'p joylarda uchrata boshladim. Temur Po'latga o'zlari ham nima qildilar, lutf qilib e'tirof ketdilar. Shu nashriyot menga ikkinchi hayot bag'ishladi, ijodiy menimga ikkinchi hayot bag'ishladi.
ko'p joyda e'tirof etilishi boshladi. Bu yaqinda misol qissalari Nigora Hasanova o'ziga eng yoqqan qissalar sanaganda ham Temur Po'ratillayev ham bitta qissasini tilga olibdi. Boshqalar ham yozganlar ko'pchiligi qo'shilgan rostdan shunaqa deb. O'ylaymanki, Ne'mat Arslon bilan ham xuddi shunaqa bo'ladi. Hozircha bizda 3 ta odam bor. Keyin biz mana Musfira Munavvar degan shoirani chiqazdik. Juda kam tirajda chiqdi. Bizda bir adashmasam 100 tacha kitob qoldi. Jon Temur o'qib yoqtirdi, misol uchun. Hur yo'lcha degan kitob va o'ziga xos yo'nalishi bor, hokkular yozadi. Nima uchundir juda ko'pchilikni muhabbatini qozona oladi, o'zini o'rni bor shoiri sifatida tavsiya qila olaman. Nima uchundir, nima uchun emas, aniq nima uchunligi, chunki juda iste'dodli. Vusulat degan kitobini chiqazdik, Ahror Abdumannon degan yigitni. Bu yigit ham agar to'xtab qolmasa, o'zini ustida ishlashdan to'xtamasa, juda katta narsalar umid qilsa bo'ladi. Nima uchqunlar bor, nimalardir belgisi bor. Humoyun Fattoh degan yigitni ijtimoiy tarmoqlarda yozganlarini o'qib yurdim. Hozir bitta kitobini ham chiqazadigan bo'lyapmiz. U ham endi Humoyunni ko'pchilik taniydi. Ahrorni bilmayman qanchalik ko'pchilik taniydi. Musfira Munavvarni aniq ko'pchilik tanimaydi. Misol Buxoroda Ibodat Rajabova degan shoira bor. O'tgan safar suhbatimizda ham eslab o'tganingiz. Ibodat Rajabova eslaganman. Juda go'zal shoir. Juda go'zal shoir. Juda kamchilik ko'rgan ham bo'lsa kerak. Misol agar Ibodat Rajabovadan boshqa she'r yozayotgan odam bo'lmaganda ham she'riyat tirik deyish mumkin bo'lgan darajadagi yozuvchi. Bilmayman, men shu nima boshqacha so'z aytganda Ibodat Rajabovaning muxlislari qirilib ketgan bo'lsa, demak men o'libman deydi-ku. Keyin hayotda 2-3 marta ko'rishganman. Mana shu bizga chiqadigan izlamchilarning avlodi, menimcha shu yosh atrofida Ravshan Haqmurod degan yigit, balki siz ham ko'rgandirsiz. Instagramda bir ikkita she'r o'qigani ko'rindi. Menimcha bitta videosi she'r o'qiganlar chiqib, ko'p chiqadi Instagramda she'rlar, like bosib qo'yaman. Nima ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib nima qilishni boshladim. Keyin bundoq qarasam, nima xuddi ijodi nonga o'xshaydi degan ta'rif xayolimga kelib qoldi. Nima yo'q, nima deydi, pikant bir narsa yo'q, alohida bir delikates narsa yo'q. Bunda qarasangiz, jaydari sodda lekin yoqimli, qorin to'yg'izadigan va yuk berishga ham rosa harakati bor, xalq dardini aytaman, boshqa qilaman. Undan qat'iy nazar, ohangi bilan, yozilishi bilan, boshqa jihatlari bilan shunaqa. Xullas, o'zbek adabiyoti tirik, davomchilar bor. 5 daqiqadan kamroq joyda 8 ta odam sanab o'tdik hozir. Menda bir qanchalik qo'shilasiz bu qarashga, balki siz yaxshiroq bilarsiz deb o'ylayman. Har safar shu mavzuni ochaman deb ishdan chiqib qolaverdi. Ikkita suhbatdan beri juda ko'pchilik, shu jumladan men ham Anvar Obidjonni bolalar yozuvchisi, bolalar uchun narsa yozgan inson deb hisoblab yurardim, yozuvchi deb yoki shoir deb. Toki men xudo emasman, menga baribir qatorlari bilan boshlanadigan she'rini o'qib ko'rganimdan keyin, agar iloji bo'lsa, siz bilsangiz, yana qayerlardadir ularni jiddiyroq yoki bolalar uchun bo'lmagan asarlari bilan tanishsak bo'ladimi? Shu har safar so'yinda esimga chiqib qoladi, sanaganingizdan so'ng. Ha, shu Anvar Obidjon bilan umrlarining oxirgi yillarida juda yaqin edik. Kitoblarini, saylanmalarini chiqazgan edik. Alohida kuzatmagan ekanman, lekin ijodlarida bu narsa bor edi. Ana bolalar tilidan kattalar gaplarini gapirish, bu narsa bizning bolalar shoirlarimiz hammasiga xos. Yer shari go'yo ter saylandi, tabiblikka o'rmonda yutqichi bo'ri saylandi. Bu bizning realligimiz. Bola uchun emas. Bu bizning realligimiz. Bizni aytib utopiyamiz ham bo'ladi. Bola tilida, lekin bola uchun emas, shunaqa. Jonathan Swiftga o'xshab. Menga yaqinda inglizlarning bitta shoiri, inglizcha mana zo'r bo'lmagani uchun doktor, siz balki bilarsiz, doktor nimadir degan muallif bor ekan. Eshitmagan ekanman, doktor. Xullas inglizcha she'rlar yozgan. Shunaqa mazza.
sodda bolalar uchun o'ynoqi, shu darajada ohangdor. Siz o'zbek bo'lib o'qisangiz ham, ingliz tilini umuman bilmasangiz ham ohangi baribir chiqib kelaveradi. Bizga shunaqa kerak. Hozir bolalar she'riyatimizga, bolalar adabiyotimizga shunaqa kerak. Ya'ni bolani o'zi uchun, bolani bo'ylab, bola bilan tenglashib, bola uchun mo'ljallab yozilgan narsalar kerak. Shuni ko'rgandan keyin vuh deb qo'ydim. O'risida bo'lardi-ku, marshaklari o'zini, boshqa bolalar shoirlari. Bizda afsuski ko'proq bolani tilidan katta tili uchun yozish avj olgan. Shu o'rinda yana bitta reklama o'qib o'tib ketay. Reklama emas, o'zi yaxshi xabar. Biz Gullerning sayohatlarini qayta tarjima qildiryapmiz. Gullerning va nihoyat kitobni oxirigacha o'qib chiqamiz. Adabiyot darsigidagi parchasini emas. Parchani tugatib qo'yish vaqti keldi. Darvozlar mamlakatiga yetib boramiz. Rus tilida chiqqani ham endi o'zi oldin ham aytganman bu gapni. Rus tili tarjimalari eng mafkuralashgan tarjimalar va rus tiliga qilingan tarjimalar ishonchsizroq. Chunki doim alternativ siyosat, alternativ qarash bo'lgan. Hozir bor, esir payti ham bor edi. Hatto o'rtadagi bir iliqlik davrida ham bo'lgan bu narsa. Shuning uchun tabiiy. Misol uchun Xitoy tiliga ham shunaqa deb men taxmin qilaman. Misol o'zbek tiliga qilingan tarjimalar ham hech qachon ideal bo'lmaydi, chunki bizda mentalitet, o'ziga xosligimiz va hokazolarning ta'siri bo'lib turadi. Endi u ham noshirga, tarjimonga qarab darajasi farq qiladi-ku, lekin bo'lib turadi. O'zi unaqa til bormi yo'qmi, uni ham to'g'risini aytsam bilmayman. Yozuvchini o'zi bilan o'tirmaguncha bila olmaymiz. Noshirani nimadir qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Budini olib tashladigan bo'lsa, biz qanaqadir shedevrdan quruq qolgan bo'lishimiz mumkin. Unaqa bo'lishi mumkin. Takoy, Fedya, iltimos. Kim joyini olib tashlaydigan bo'lsa, o'zi yaqinda ham bir shunaqa nima bo'ldi. Bahsliga o'xshagan bitta holat bo'ldi. Nimaga asliyatdan tarjima deb turib olasiz? Agar tarjima yaxshi bo'lmasa nima farqi bor? O'zi undan oldinroq boshqa joyga ham aytgan edim. O'zi tarjima degani bu o'sha Gulnozni ajoyib ta'rifi bo'yicha Dahoni bu sathdan boshqa sathga ko'chirib o'tkazish bo'ladi, lekin siz ko'chirib o'tayotganingizda u Dahodan bir 20% to'kilib qoladi, ideal holatda. Birga bir hech kim ko'chirib o'tkaza olmasa kerak deb o'ylayman. O'zi 20% to'kiladiganida endi unga yana qo'shimcha talablar falon pistonlar qo'ysangiz 30%, 40% bo'lib ketadi to'kiladigan narsa. Endi uni yana boshqa til orqali qilsangiz, uni o'zini filtri bo'lgan, o'zini olib o'tolmagan, kuchi yetmagan boshqa joyi bo'lgan. Siz ikkita odam tarjima qilyapsiz. Ikkinchi tilni olayotgan bo'lsangiz, o'sha rus tarjimoni ham tarjima qilyapsiz. Siz uni soyasini menga tanityapsiz. Bu juda ham nima deydi? Xushro'yida, mana soyasiga qarang. Xushro'y emasmi deb ko'rsatasiz. Lekin soya qanchalik bu ma'lumotni bera oladi. Shunga o'xshagan narsa. Bu Anvar Obidjonda xullas asarlar bor, topsak bo'ladi. Topsa bo'ladi, lekin men o'zim kuzatmagan ekanman. Hozir misol uchun falon deb aytaman. O'sha qatorlarni o'chirsan bilsangiz kerak. Albatta. Qatorlar menga kutilmagan ustiga so'q suv to'kib yuborishadi-ku. Siz yuribsiz o'zingiz bilan prankka tushib qolganday bo'lasiz. Chunki men bolaligimda Anvar Obidjonni shunchaki mazza qilish uchun, yayrash uchun o'qigan insonman-da va birdan qaysidir bir tanishim Telegram kanalida o'sha qator turibdi. Men xudo emasman, menga baribir deyapman. Past oxir she'rda o'qib tushibki Anvar Obidjon turibdi. Shunaqa katta dissonans bo'ldi. Men shunaqa hayron darajada qoldim. Ikkita suhbatda ham so'rayman degan narsa chiqib qoldi. Demak, qarab ko'rsa bo'ladi. Demak, topishimiz mumkin ularning bolalar uchun bo'lmagan, yana kattalar uchun yozgan asarlari. Albatta. O'zi bolalar uchun yozgan narsalar ham kattalar uchun ko'proq. Hozir qayta o'qish mumkin. Tursunboy Adashboyevda bor edi bu narsa. Biz yod olamiz, shodlanamiz degan bitta rukun seriya kitoblar chiqazganmiz. O'shanda Anvar Obidjon bor edilar, Po'lat Mo'min, Qudus Muhammadiy, Tursunboy Adashboyev, Anvar Obidjon bor edi. Hammasi eng yaxshi bolalar uchun narsalarni olishga harakat qilganmiz. O'sha yerda yo'q ko'zga tashlanib turardi bu narsa yaqqol. O'zingga savolga o'tadigan bo'lsam, savolni tuzayotgan vaqtim, qayta o'qiyotgan vaqtim yana qo'shimcha savol ham kelib qoldi. Sizningcha yoshlar orasida depressiv kayfiyatdagi adabiyot ommalashishiga sabab nima? O'zi adabiyot, depressiv adabiyot bormi? Shu depressiv adabiyot bormi degan savol kelib qoldi keyin. Xo'p, Qavsida yozgan misollarim Kafka, Dostoyevskiy, Murakami. Yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki misol Dostoyevskiy depressiv adabiyotmi
mening nazarimda yo'q. Mhm. Misol uchun agar siz ta'rif berishni so'rasangiz, uchalasiga 3 xil ta'rif bergan bo'lardim. Murakami haqida judayam nima deydi Do'stim kalamush deb gapirgisi keladi. populyar bo'lmagan, Ommalashmagan fikr. ommalashmagan va yashab ketish qiyin bo'lgan fikrim bor. To'g'risi, nimagadir Murakamini mutlaq hazm qila olmaganman. Birinchi paydo bo'lgan paytlardan Koelyo bilan birga o'qiganimiz uchun bilmayman nima uchun, xullas qabul qila olmaganman Murakamini. Kafka men uchun butunlay boshqa dunyo. Misol Nozik dunyo desa ham bo'ladi. Nozik dunyo, intellektual dunyo, insoniyatga bir teparoqdan qarashga harakat qilgan, jamiyatga o'sha nimani o'zida, jarayonni o'zida bor. Bu o'lim mashinasi bo'lsin, nima bo'lsin, Hamma sevadigan evrilish bo'lsin, shunaqa. Dostoyevskiy teskari, Dostoyevskiy o'zini ichiga qo'lida chirog'i bor, fonusi bor, siz ichingizga ongingizni, qalbingizni qorong'u puchmoqlariga o'zini fonari bilan kirib yoritib, qani bu yerda nima bor? To'xta, mana bunaqa bo'lsa-chi? Bu Raskolnikov mana buni xohlagan, lekin mana bunaqa harakat qildi, bunaqa bo'ldi. Mishkin o'zi hamma telbalar ichida yagona sog'idi, chunki hamma harakat jamiyat o'zi telbaydi. va vazani sindirgani boshqa. Xullas 3 xil yozuvchi mana shu uchalasi. Va depressiv adabiyot balki shu depressiya hamma qatori hammada bo'ladi, jumladan menda ham bunaqa kayfiyat bo'ladi. Lekin bironta adabiyotda o'sha hamohanglik topib, ezilib mazza qildim deydi-ku. Bir xil shunaqa muzika eshitishadi, bir nima eshitishadi, nima qilib ezilib mazza qilib o'tiribman, qo'shilishib Xalaqit berman. Mas qilay. Menda shu narsa yo'q shekilli, ya'ni chiqib ketish kerak, shuni davolaydigan, shu holatdan olib chiqib ketadigan yoki endi xullas bu ham xos hodisada, individual hodisa. Misol, biz ikkalamiz bir paytda o'zida deylik bitta kitob o'qib, siz boshqa kayfiyatda, men boshqa kayfiyatda, siz boshqa xulosa bilan, men boshqa xulosa bilan. Telbaning yakunidan kulgan tanishim bor edi. Ya'ni o'sha pichoqlangan va ikki bosh qahramon va pichoqlangan ayolni o'sha tasviridan aytganda men kulgimroq his-da. Chunki menga u holat juda ham absurd tuyuldi. Chunki aytib, nima uchun men 400 bet narsani o'qib chiqdim degan savol tug'ilib qoldi menda. Men rosa qilganim, yig'lagandim ham. Chunki asar shu darajada tuzilganki va sizni o'zi umuman qahramon shu darajada qiynaydiki, kimdir bilan ishqi baxtli bo'lib ketsin deb o'tirasiz. Hatto bo'pti mana shu ikkalasi baxtli bo'lsa, qolgan o'lib ketsa ham mayli deb o'tirasiz-da o'zingizda. Mirzaka bilan Mirzakalon Jo'rayev bilan bitta bahsim bo'lardi. Mirzakalon Jo'rayev Dostoyevskiyni yomon ko'rardi. Dostoyevskiy yozuvchi emas derdi. Iste'dodsiz yozuvchi emas. Nima uchun o'qishadi? Tolstoyni misol yarmiga ham kela olmay, Mirzakalon Jo'rayev Prustdan mazza qilib, Prust tahlil qiladigan, Kafkani tahlil qiladigan odam. Va 100% haqqi bor edi, chunki o'qigan, tahlil qilgan, o'tirmagan, dediga o'tirmagan, u tabiiy. Shunda men bitta argument keltirganman o'zimcha, nima uchun-da dunyo adabiyotiga, dunyo adablariga ta'siri jihatdan eng ilg'or hisoblanadi. Kapitalistik Amerikaga ham yetib borgan. Boshqa bironta adib Dostoyevskiychalik adabiyotga ta'sir ko'rsatmagan, adiblarga ta'sir ko'rsatmagan desam, talantsiz bo'lsa shunaqa bir hazmi yengil bo'lsa shunaqa. Shuning uchun hol bugun ham kimdir inkor qilsa, agar o'qigan bo'lsa, tushunadigan bo'lsa, shunaqa salohiyatga ega bo'lsa, unga hurmat bildiramiz. Xullas shu, bu qiziq savol men uchun juda ham depressiv adabiyot degan adabiyot. Shunchaki hayot og'ir deydi. Hayot og'ir va kimdir hayotda og'ir ko'rmoqchi va o'sha asarlarni fonida ham yana bir marta og'irligini o'ziga tasdiqlab olmoqchi bo'ladi shekilli. Teskarisini qilish kerak. Hayot og'ir, asarlarda men bu og'ir hayotni yengil tomonini ko'raman. Hech bo'lmaganda nima qilmaslik keragiga degan savolga javoblar topish mumkin. Rus va fransuz hamda yapon adabiyotidan o'zimizga qaytib keladigan bo'lsak, qaytish bileti bilan
oldinlari ham bu mavzuda gaplashgandik, endi boshqacharoq qilib so'ramoqchi edim. Jadidlar adabiyoti deganda nimalar yoki kimlarni tushunishimiz kerak o'zi? Nazarimda biz ularning qo'lyozmalari, fikrlaridan ko'ra ko'proq faqat shaxsiga murojaat qilish bilan cheklanib qolmoqdamiz. Shunday emasmi? Ha, bu endi juda nozik mavzu bo'lib qoldi. Ayniqsa bugunga kelib nozik mavzu bo'lib qoldi, chunki biz o'zimiz xohlagan ma'noni yuklab tashladik jadidlarning ustiga. Jadidlarda bu ma'nolar qanchalik bor edi, qanchalik yo'q edi, bu alohida masala. Bu tadqiq qilinishi kerak. Boya bir siz eslatib o'tdingiz, men shu jadidchilikdan yaxshi xabar bo'lmagan, qanaqa yaxshi xabar bo'lmagan, butun maqola o'qib chiqmagan, bitta kitob demayapman. Odamlar jadidchilik haqida bemalol qo'rqmasdan gapirayotganini guvohi bo'ldim. Bu qachon bo'ladi? Qachon sodir bo'ladi bunaqa narsa? Siyqalashsa mavzu, hamma aqlim yetadi deb o'ylab qoladi, siyqa bo'lib ketadi. Men futbol ommaviy bo'lgani uchun hamma men futbolistman deb o'ylaydi. Tibbiyot hammaga tegishli shunaqa. O'zi aslida juda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan soha tibbiyot, lekin hamma tabib. Nima qilsangiz, hamma jadid bo'ldi. Erinmagan odamga zamonaviy jadid deb ham nima qilib tashlaverishdi. Endi jadid adabiyotini o'ziga kelsangiz, u misol Cho'lpon jadid shoir emas edi. Abdulla Qodiriy jadid yozuvchi emas edi. Ular jadidlarni, g'oyalarini nisbatan tashigan, lekin asarlari bilan tashimagan. Fitrat jadid adabiyoti. Behbudiy jadid adabiyoti. G'oyalarini ham tashigan, jurnal ham ochgan, boshqa qilgan va jadidchilik o'zining ko'rinishi bor. Biz o'sha adib holatda yaqinda qayta nashr qilamiz. O'tgan shu juda afsus qildim, shu adib holatda o'qib chiqish juda ko'p jadidchilik haqidagi savollarga javob beradi. Kimdir jadidchilik haqida podkast qilmoqchi bo'lsa, kimgadir aql o'rgatmoqchi bo'lsa, nimadir gapirmoqchi bo'lsa, hech bo'lmasa shu adib holatda O'zbekiston tavalludi kitobini, hozir yana bitta yangi kitob chiqadi, Markaziy Osiyoda jadidchilik degan. Shular o'qib qo'yishni tavsiya qilgan bo'lardim, kamida. Bo'lib ham hozir oldin bahona qilishardi, topolmaymiz, akademik nashr bir burchakda kitob o'zini ham topish qiyin. Hozir Chorsudan sotmaydigan do'kon yo'q. Chorsudan o'zi akademik nashr o'zini ham do'konini ochdi Chorsuda. Bemalol borib topib, o'zini narxi, nashriyot narxida olish oson. Eski bahonalar o'tmaydi. Eski bahonalar o'tmaydi. Shunaqa holat bo'lib qoldi. Begal Qosimov olim odam edilar va yondashuvlari ham to'g'ri bo'lgan. Begal Qosimov bitta ibora ishlatganlar va shu iborani ko'proq qo'llash tarafdori bo'lib qoldim hozir. Uyg'onish davri adabiyoti. Milliy uyg'onish davri adabiyoti dedilar. Buning ichida jadid, nojadid va hokazo istiqlol haqida yozgan hamma narsa kirib ketadi. Yo'q, o'sha paytda sof shuraviylar bo'lgan, kommunistik qarashdagi odamlar bo'lgan. Chunki Qodiriyni kim ustidan hukm o'qigan. Boshqa bu nimani o'zida Leninga o'xshab keladigan namoyandlarimiz bo'lgan. Cho'lponni o'zida an'anaviy qarashlarga, hatto qaysidir jadidchilik qarashlariga mos bo'lmagan fikrlar bor. Ayniqsa mana shu kecha va kunduzi qahramonlari ham bor. Kecha va kunduzi qahramonlari ham bor. Shu hikoyalari ham bor. Cho'lpon hikoyalarini o'qib, bu ham dunyoqarash bilan nima bog'liq deb o'ylayman. Cho'lpon demak, Cho'lponni nasri va nazmini to'liq ajratib, ikki xil qiyofada ko'rish kerak. Shuni. Endi bu bir o'quvchining fikri sifatida qabul qilsin, tomoshabin nimani keskin bo'lib tashlash bo'lib qoladi. Cho'lpon hikoyalari juda yomon yozuvchi. Cho'lpon o'zining romanida juda kuchli yozuvchi. Agar professional nuqtai nazardan tahlil qilinsa, o'tgan kunlardan kecha va kunduz balandroq asar. O'sha obrazlarni ochilib berishi, badiiy maqsad qo'yilishi, konflikt va hokazo o'sha nimaga solinsa, lekin xalq yaxshi ko'rmadi. Sarob ulardan ham kattaroq. Sarob misol uchun ikkalasidan ham kattaroq, lekin Sarob ham ommalashmadi, odamlar yaxshi ko'rmadi. Sababi bor buni.
Nima aytsam bo'ladi, kecha va kunduz o'tgan kunlar misolida asosiy farq konflikt aynan siyosiy voqea atrofida aylanadi kecha va kunduzda, ya'ni o'sha bo'layotgan ijtimoiy o'zgarishlar va hech narsani tushunmayotgan Zebini ko'rinishi, uni xarakteri va o'zini tutishi o'sha vaqtdagi bizni xalqni ham ramzlashtiradi desak bo'ladi, chunki ustidan hukm chiqaryapti, Zebiga umuman farqi yo'q. Qodiriyda bo'lsa fon baribir asosiy konflikt bu Otabekni va Kumushni munosabatlari va Otabekning onasining qarshiligi. Orada albatta qanaqadir voqealarga aralashib ijtimoiy kontekst qo'shib qo'yilishi mumkin, lekin konflikt o'shalgacha qoladi. Doyagi birinchi savolingizda ramz topa olmasachi boshqacha degan, menga shunaqa talqinlarini ko'rganman. Endi nima uchun Otabek asar oxirida o'ladi, baxtsiz bo'ladi deganda bir juda nimani yaxshi ko'radigan va hozir shu detalni ilg'aganida ham yaxshi ko'rishni tushunsa bo'ladi. Olim odam aytganda, kumushga mahliyo bo'lib asr namozini, adashmasam asr namozini qazo qilib qo'yadi. Va shuning uchun oxirida o'ladi. Talqinni qarang. Kimni xayoliga keladigan, kim o'ylaydigan, kim. Lekin nima uchun yashamasligi kerak? Agar Qodiriyni o'zini e'tiqodidan kelib chiqib, shunaqa bitta badiiy maqsadi bo'lgan bo'lsa-chi. Bu tomoni ham bor. Ya'ni odam o'qiganda o'sha kumush marg'ilonlik edi, juda go'zal edi va sevardi. Faqat bitta odamni sevish mumkin, Zaynabga o'rin yo'q edi. Bunaqa yo'ldan ketsangiz ham bo'ladi. Unaqa yo'ldan ketsangiz ham bo'ladi. Misol juda bir siz xayolingizga kelishi qiyin bo'lgan, ma'noli topgan kitob ham hattoki chiqdi. Bizga ham olib kelishdi nashr uchun, keyin boshqa joyga olib ketishdi. Shunaqa nimalari bor. Sizga yana bir narsa aytishim mumkin. Menimcha har bir avlod endi katta, buyuk yoki muhim asarlarni har bir avlod o'zicha talqin qiladi va hozir men ayollar huquqi, ayollarga nisbatan zo'ravonlikka mavzusi kattalashib kuchayib ketganligi uchun o'tgan kunlardagi talqin ham o'zgargan. Ya'ni u yerda adolatsizlik Kumushga nisbatan emas, Zaynabga nisbatan qilingan. O'lgan aslida Zaynab degan qarashlarni men juda ham ko'p odamlarda ko'rdim va bu qo'shilmaslik argument to'g'rimi yo'q emas, shunchaki xursand qildi. Kimdir rostdan o'qigan, kimdir rost analiz qilgan va o'zini boshqa bir rakursni topgan va bu boshqa odamlarda ham hamfikrlik paydo bo'lgan adabiyot yo'nalishi yuzasidan. Chunki rostdan bu asarni xuddi shu ko'rinishda ko'rsak bo'ladi. Ya'ni oila institutini holati, Zaynabni masalan o'zini holati, chunki Zaynab hech narsa qilmagan. U shunchaki axloqli, odobli, oilasini ra'yiga qarshi olmasdan onasini gapiga kirib turmushga chiqqan qiz edi. O'ylab qarasangiz juda vaziyat qurbonida. O'zi biz talabalik paytimizda shunaqa talqin bo'lardi. Eng kuchli obraz o'tgan kunlarda bu Zaynab. Chunki Zaynabdan boshqa hech kim odam emas yo'qda, hamma to'qib chiqarilgan. Misol uchun Xomid xulqi ham buzuq, ko'rinishi ham xunuk, gapi ham yomon, Kumush o'zi ham chiroyli, xulqi ham yaxshi, harakatlari juda ideal. Juda bitta Zaynab odam. Qayerdadir chiroyli, qayerdadir xunuk, qayerdadir har xil munosabat ko'tara oladigan, qayerdadir qurbon, qayerdadir zolim. O'zi romantik realizm deydi, o'sha endi o'tgan kunlari agar nimasi ko'proq romantik realizmga to'g'ri keladi. Ichidan bitta rostakam realizm, haqqoniy realizm talablariga javob beradigan obraz rostdan Zaynab bo'lsa kerak. O'ylaymiz. Aytganingizdek davrlar ham ko'taraveradi va talqinlar ham juda ko'p. Kim qo'shiladi, kim qo'shilmaydi, kim shunaqa ma'no topib tushunarli. Nima deydi, keyingi savolga o'tadigan bo'lsam, sentyabr, ko'rpa xalta ko'targan bir dunyo yoshlar o'zlariga kvartira va yotoqxona izlab harakat jonilinjida yurishadi va anchadan 2 yildan o'qishni bitirgan, 2 yil bo'lganligi uchun bu ham uzoqlashib qolganimga endi bu nimalardan yaqindagina bir avtobusga chiqdim, qulog'imni naxshi taqib olganman, qo'shiq eshitayotganim uchun e'tibor bermadimda. Keyin bir vaqtda avtobusda hammani tushirib yuborishdi. Men o'yladim, tam o'zi yo'l to'sib qo'yishgan yoki tam avtobusdan nosozlik chiqqan deb o'ylasam, shunchaki bir dunyo studentlar bilan birga chiqib qolgan ekanman va ularni olib yurgan tutirib, avtobus bilan kelishmay qolgan, avtobus urishib hammani so'kib tushirib yuborgan ekan.
keyin hozir nima sentyabrgasinga o'tishib qoldi. Savolga qo'shib qaror qildim. O'z aytib o'tdingiz, kitob o'qish oshayotibdi, asosan yoshlar hisobiga va Hamid Sodiq bilan bir gaplashganimizda aytib o'tgandilar, masalan Machiavelli, Montesquieu yoki shunga o'xshash siyosiy ijtimoiy shartnoma haqidagi asarlarni ayniqsa talabalik davrida o'qish juda ham foydali bo'lardilar deb aytib o'tgandilarda suhbatimiz davomida. Sizdan ham so'rab qolardim, aynan talabalik davrida Toshkentga endi kelgan inson o'qish kerak bo'lgan asarlar bormi sizni versiyangizda? Xo'p, shunaqa alohida ajratilgani yo'q ekan. Sizni xayolingizga kelishi mumkin bo'lgan. Yo'q. Lekin bitta boshqa nima bor? Xabar bor. Olibta qilib mesej deyishadi-ku. Hamma narsani o'qish kerak. Hozir mana shu bu gap ko'p eshitishadi, amal qilishmaydi, unaqa emas bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Men o'zim ham shunaqa o'ylaganman. Hali o'zi alohida kutubxonam bo'ladi, o'tiradigan, qimirlab turadigan kreslom bo'ladi. O'shanda Gulxan atrofida o'tirib. O'shanda haqqoniy kitobxonga aylanaman deb. Lekin o'zim agar qachondir kitobxon bo'lgan bo'lsam, talabaligimda kitobxon bo'lganman. Va o'qib qoladigan davr hozir. Keyin unaqa davr bo'lmaydi. Shuning uchun qo'liga tushgan narsani o'qib tashlayverishdi. U kapitan Vrungilning sarguzashtlari bo'ladimi, Gullerning sayohatlari bo'ladimi, Graf Monte Cristo bo'ladimi, qizil va qora muqovasi yoqqan istalgan asar, sag'ri teri tilsimi, Dorian Gray portreti, bo'lmashi hozir bunday sanab ketyapmiz-ku, lekin juda ham talabalar juda o'qish kerak. Ikkalasi bir-biriga juda yaqin asar, Dorian Gray portreti bilan sag'ri teri tilsimi. Bittani postulat desa ham bo'ladi. Bitta gapni gapirishgan ikki xil desa ham bo'ladi, lekin o'qish kerak. Misol uchun Martin Eden talaba o'qish kerak bo'lgan asar o'ylayman. Shuni o'rinda aytib qolay, akamda eng katta o'zgarishga o'rtancha akam bor. Hozir advokat bo'lib Asahiyda ishlayaptilar va endi universitetdan davrini boshida endi baribir davlatchida ishlayman, tam nima deydi, mutalliroq, o'zgarishlarga intilmaydiganroq shaxsiyat ko'rardim akamda va Martin Edendan keyin akamda isyonkor paydo bo'ldi. Isyonkor qaysi ma'noda? Ko'proq haq talab qiladigan, ko'proq tortishadigan va rostdan shunchaki yashab o'tga turamanmi man degan turtkilar paydo bo'lganda Martin Edendan keyin ko'rdim. Chunki o'tirganman, akasi tiqilib qolganda shu Martin Edenga juda katta bir ta'sir ko'rsatgan asarlardan bittasi deya olaman, aniq eslayman. Shuning uchun biz hozir Gullerning sayohatlarini tarjimoni Rafiq O'zturk qilyapti. Gullerning sayohatlarini tugatgandan keyin Martin Edenni boshlaydi. Martin Edenni ham ingliz tilidan originaldan, chunki bizga rus tilidan qilingan, afsuski o'sha rus tilidan qilingan narsalarning hammasini o'rtadagi 3-til deymiz, vositachi tildan qilingan asarlarning hammasini aslidan chiqmoqchimiz. Mana katta klassik asarlarning eng kamida. Misol uchun hozir 1984 Tez molxona yoki Ajib dunyo, bular hammasini talabalar o'qish kerak. Zamyatin ayniqsa. Zamyatinni o'qish kerak, bizni o'qish kerak albatta. Pashshalar hukmdorini o'qish kerak. Chunki Orolga tushish, Toshkentga tushish ikkalasi bir xil. Bir xil. Insonni yangi muhitda o'zini ko'rsatishi, inson tabiatida nima bor? Biz hozir oldin nima gaplar uchrasa, yangi avlod kelsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan gap uchrasa, yoshlar hali hokimiyatga zo'r kutadigan umid. Ko'nglim bir yorishib ketardi. Men shu yaqingacha o'zimni yangi avlod, eski yomon illatlarni tashib yuradigan avlodga mansub emas deb o'ylardim. Men hozir keyin qarasam, mana o'sha avlod mana shekilli degan, ruhan unaqa emas, aqlan unaqa emas, mental o'sha atmosfera lekin ta'sirini qoldirishi mumkin. Baribir ta'sirini qoldirishi mumkin-da. Shunaqa deb o'ylaymiz, lekin bu avlod, uni ketidan keyin kelayotgan avlod bizdan farqli bo'lishi uchun yoki hozir men tengilar, balki mendan yoshi kattaroqlar, eski o'sha qaysidir naftaning hidi kelmaydigan avlodga o'zini mansub deb bilishi uchun o'qish kerak. O'sha anti-utopiyani hammasini o'qib chiqqan odam ichida menimcha bir 20
siz 23 yoshmisiz, 23 yoshli yigitni qaytadan kashf qiladi. Aniq bu siz bo'lishi mumkin emas. Yoki misol Romeo Juliettani o'qigan odam 16 yoshli bolani hissiyotini bir lahzaga bo'lsa ham baribir his qilib ko'radi-ku. Shunaqa. Shuning uchun hozirgi avlod o'qisa rostdan o'zgartiradigan avlod shu bo'ladi. Lekin jamiyat faqat avlodlarni o'zidangina iborat emas va na gerontofob bo'lish, na boshqa fobiyalar bizani qutqazib qola olmaydi. O'tgan podkastimizda Xulio Cortazarga ancha to'xtalib o'tgandik. Endi bu safarga men baribir Janubiy Amerikadan uzoqlashmaslikka qaror qildim. To'g'risini aytsam, Toshkentga birinchi ko'chib kelganimda xonadoshimni qo'llarida yolg'izlikning yuzi turardi. Va yolg'izlikning yuzi turganda o'sha vaqtda keyin Eldar Asanov, adashmasam, Facebookda kutubxonlar davrasida aynan taqriz yozish qanaqadir tanlov o'tkazilganmidi yoki nimadir o'tkazilgan vaqtda Eldar Asanov aynan yolg'izlikning yuzini tanlab taqriz yozgandilar. Endi o'sha vaqtni ochganman. Oddiy qilib aytganda, har bir o'rtacha Markesni o'qib birinchidan rad qiluvchi inson sifatida nima bo'lyapti bu yerda deb chiqib ketib qolgandim. Shu yoz adashmasam bir haftaga qoldirmadim kitobni. Va juda ko'p narsalardan boy berganimni ham tushundim. Nafaqat ramzlar, shunchaki so'z tanlovlari, voqelik tanlovlari, qahramonlarni hech qachon birini qora birini oq qilmasligi, har bir qahramonga shu darajada ko'pligini hisobga oladigan bo'lsak, o'ziga xos rol berishi, ularni sizga tushuntirib ketishi, qahramonlarning motivatsiyalari va takroriy ravishda ular o'z qismatidan qocha olmasligi. Mayli, men nima deydi, diletantman bu mavzuda, sizga savol berib qo'ya qolay. Yolg'izlikning yuzini juda ko'pchilik ochib ko'radi, fahsh ko'p ekan, ism ko'p ekan, o'qimayman deb tashlab ketadi. Savol, ular nimalardan quruq qolmoqda? Qaysidir bitta a'zosi yetarli darajada ishlamayotgan odamga o'xshatsa bo'ladi. Faqat bu Markesga xos emas, adabiyotni inkor qiladi, san'atni inkor qiladigan va san'atni qaysidir bitta qismiga qo'l siltaydigan odamni. Chunki o'zi uchun, dunyoqarashi uchun, vaziyatni baholash, odamlarga baho berish, toqatli bo'lish uchun juda ham kerak. Endi Markes bu ertakku mifologiya, mif tilida yozilgan. Men birinchi o'qishimdayoq mazza qilganman, o'zbek tilida o'qiganman. Oshkora qotillik qissasi hozir tarjima qilindi, asliyatdan tarjima qilindi. Nomni o'zi juda dahshatli. Oshkora qotillik qissasi. Sharif Ahmedov tarjimasida chiqdi bu kitoblar. Mualliflik huquqlari olib, o'sha bevosita asliyatdan tarjima qilindi. Hozirgi o'quvchida imkoniyat kengroq. Bitta yana qiziq nima, filmi chiqdi yaqinda. Netflixda serial bo'ldi. Shuni ko'rdim, hali birinchi qismi olingan, to'liq emasida yoki yaqinda xabar emas. Yaxshi saviyada olingan. Men bu treylerlarni ko'rgandim, bitta qismini ham. O'sha atmosferani yetkazib berishgan. Nimaga desangiz, asliyatda o'zi zo'r. Undan misol shu o'zbek tiliga yangi tarjimani chop qilish oldidan noshir kelib men bilan maslahatlashdi. Chop qilsam nima bo'ladi Markesda deb, fahsh sahnalar bor deb. Yo'q, Markesda fahsh sahnalar yo'q. U sahnalar fahsh emas ular. Ular bitta vositalar, majbur bo'lib o'shandan foydalangan, boshqa qilgan, o'sha qaysidir ibora uchun, qaysidir bitta tasvir uchun u tasvirlar yozilmagan. Ya'ni ko'proq odam o'qiydi, shuni qo'shib qo'ysam demagan u. Yo'q, unaqa demagan. Va hatto agar o'sha joyini olib qo'ysangiz, asar ma'nosi yo'qolib qoladi. Chunki 40 yil fahsh bo'ladi, 40 yil yomg'ir yog'adi, uyqusizlikka chalinishadi. Bu xotirasini yo'qotishni boshlaydi. Bular hammasi o'sha ramziy ketma-ketliklar, Banan Respublikasi paydo bo'ladi. Juda ham kerak. Shuning uchun Markesni o'qimagan odam o'zini yaxshi tanimaydi. Qaysidir jihatdan majruh bo'lib qoladi, qaysidir a'zosi yaxshi ishlamaydigan.
odam bo'lib qoladi deb hisoblayman. markizni demaylik, qat'iy nima bo'lib qolmasin. Oxirgi olib qo'ygan savolimga, masalan, o'tgan safar izlam haqida so'zlaganingizda, shoirlarga to'xtalib o'tganingizda bermoqchi edim. Oxirgi savolga siz o'zi o'rtasi 4-5 savollarimiz vaqtida javob berib ketdingiz. Shuning uchun men savolni almashtirishga endi baribir majbur to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. 2025-yil stressli boshlandi va stressli o'tyapti. Nafaqat jahonda va xuddi O'zbekistonda ham juda ham insonlarni o'ylantiruvchi voqealar ko'p. Insonlarni o'z qarashlarini shubha ostiga oluvchi, ba'zilarini vijdoniga savollar beruvchi voqealar yuz beryapti. Hech kimni yuzi ochilib boshqa bo'lib ketayotgani yo'q, shunchaki sezish mumkinki, baribir avvalgi biz inson balki shunga o'rganib qolgandir, avvalgi davr o'zi qiyin bo'lgan bo'lsa ham hozirdan qarasangiz o'sha davr zo'r edi deb qarab qo'yish bor. Va sizga bermoqchi bo'lgan savolim, masalan, siz ham qachondir o'ta olovli va masalan men o'qib chiqib, Prustni o'qib chiqqanman, o'sha universitetga qarab yugurganman kim bilandir gaplashish uchun degansiz va idealist bir davringiz bo'lgan. Va hozir kelayotgan, masalan, men juda ko'p ko'ryapman, endi masalan 17-18 yoshlar Instagram yuritishadi, Telegram kanal, Twitter yuritishadi. Ularni o'qib turibman, ko'zda olovlar bor, chaqnab otilib ketaman debdi. Va masalan ularning aynan 18 yoshi juda как бы stressli davrga to'g'ri keldi. Ham O'zbekistonda, ham jahonda bo'layotgan voqealarda. Shunchaki so'ramoqchi bo'lgan narsam, ularga o'z tajribangizdan, hayot yo'lingizdan kelib chiqib tavsiyangiz. O'zi hamma davrda baribir bunaqa narsalar bo'ladi. Misol, men o'zim talabalik davrimni eslasam, o'sha jismoniy ocharchilik davri bo'lgan. Ham ma'naviy ocharchilik davri bo'lgan. Biz nima, qayerdan nima olish bilmagan. Oddiy kitob topish. Bu 92dan 97-yillargacha talaba bo'lgan bo'lsam, shunaqa bo'lgan. Odam hisobdor bo'lish kerak deb hisoblayman men. Hukumatlar, kuchlar ma'lum bitta o'zidan kimnidir ifoda qiladigan istalgan birlik borki, bu jamiyat bo'lsin, ma'lum bir jamoa bo'lsin, bitta shaxs bo'lsin, hisobdor bo'lish kerak. Kimgadir hisob berish kerak. Kimnidir o'ta yaxshi ko'rib, kimdandir o'ta qo'rqish kerak. Kimnidir yo'qotib qo'yishdan, kimnidir nazaridan qolishdan va o'sha qo'rqish kerak. Bu narsa odamni tarbiyalab turadi. Men boya butun olam tortish qonunini o'ziga xos shakli haqida gapirdik. O'sha butun olam tortish qonuni doirasiga tushib olishga harakat qilish kerak. Bu juda ham ramziy o'ralgan gap bo'lib ketdi, lekin har holda o'tkinchi narsalar, misol A nuqtadan B nuqtaga yetib olish uchun xizmat qiladigan sinalmagan g'oyalar emas, asriy xuddi o'sha marksist-tanqolikning 100 yilida tilga olingan mavzular atrofida fikrlab, ishonchda ham, e'tiqodda ham shunaqa yo'ldan borishni tavsiya qilaman. Baribir odam uyg'unlik, garmoniya deydi-ku, garmoniyani topishga harakat qilish kerak. Muvozanatni topishga harakat qilish kerak. O'sha isyon va itoat o'rtasida bitta juda inja, juda qil yo'l bor, o'sha yo'ldan doim yurish kerak deb hisoblayman. Bo'lmasa doimiy iztirob, doimiy qiyinchilik bo'laveradi. Yo'llarning hammasi baribir qiyin bo'ladi. Misol uchun siz o'sha itoat tomonga o'tsangiz ham baribir qiynalasiz. Isyon tomonga o'tsangiz ham doim qiynalasiz. Chunki jarayonning oxirgi jumlalar jarayonda baribir o'lamiz kuchukday. Men endi siz qanday qo'shilasiz bu narsaga? Endi oxiri tomoshabinlarga endi shu vaqtgacha ko'rib ketib kelganlar uchun avvalo rahmat. Bir gap aytib qolgan bo'lardim. O'z maksimalizmingizdan uyalmang. Doim sizni so'kishsa-da, sizni urishsa-da baribir boravering. Ertaga aslida bormaganingizga afsuslanasiz, borganingizdan ko'ra ko'proqda. Chunki menimcha borib turib afsuslangan yaxshiroq, bormaganingizga afsuslangandan ko'ra vaqtlar o'tib. Odam
man hozirgacha hech qachon afsuslanmagan harakatim suyanadigan nuqta topib olish kerak. Bu nuqta mutlaq ramziy, mutlaq abstrakt. Boya aytgan gapimiz ham to'g'ridan to'g'ri tushunmasin, odam itdek o'lib ketadi degan gap, bu ramziy gap. O'sha odamning o'zi tug'ilishi o'lim tomonga qo'yilgan bitta harakat va bu o'zi sinov dunyosi bo'lgandan keyin bular hammasini yashab o'tishga u yoki bu shaklda baribir majbur bo'ladi. Hech kimdan hech nima kutmaslikni va o'sha abstrakt kuchga tayanishni o'rganish kerak odam. Shunda yo'lingiz to'silib qolmaydi, imkoniyatlaringiz kesilib qolmaydi, chunki abstrakt nuqta, abstrakt Hech kim sizni olib qo'ya olmaydi. hech kim sizdan tortib ola olmaydi. Pulingizni, uyingizni, mashinangizni olib qo'yishlari mumkin. Xuddi shunaqa. Odam misol deylik, yurib turgan paytda boshqacha odam, oyog'i yurmay qolgandan keyin boshqacha odam, ideallarida, munosabatlarda nimadir o'zgarishi mumkin. Shuning uchun jismiga, qaysidir hissiyotlariga ishonib qolish to'g'ri emas deb o'ylayman. Jismiylarga ishonayotgan bo'lsanglar, Frans Kafka evrilishni o'qib chiqinglar, jismiylarga qayta ishonmay qo'yasizlar. Sanjar aka, vaqt ajratib yana bir bor bizga tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. O'ylaymanki, Akadem nashrida hali yanada ko'proq yangiliklar bo'ladi. Oradan qanchadir vaqt o'tib biz yana suhbatlashamiz va boshqa kitoblar, boshqa mualliflar va agarda kimgadir savollarda kamchiliklar tuyulgan bo'lsa, yanada yaxshiroq savollar bilan ko'rishamiz degan umiddaman. Sizlarni qo'llab-quvvatlovinglar uchun katta rahmat. Agar sizlarni qo'llab-quvvatlovinglar, e'tirofinglar bo'lmaganda bizning ikkinchi suhbat ham bo'lmasdi, uchinchi suhbat ham umuman bo'lmagan bo'lardi. Bu suhbat Sanjar akaning kelishlari aynan sizlarning e'tirofingiz natijalari. Meni zo'r qandaydir jurnalist yoki bloger yoki publitsist bo'lishimdan emas, shunchaki sizlarning e'tirofinglar bizni o'tirib suhbatlashishga undamoqda. Bu uchun sizga katta rahmat. Sanjar aka, sizga yana bir bor vaqt ajratish uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat, Quvonch, taklif uchun, imkoniyat uchun. O'zi men ham kayfiyatda odamman, doim ham imkoniyat topib, doim ham nima qilib kelmaydi, lekin kelganimda fikrlashib, gaplashib, to'g'risi o'zim hech bo'lmaganda mazza qildim. Tomoshabinga ham qiziq bo'lar va qayerlardadir mazza qilishar, qayerdadir nimanidir o'zgarishiga sababchi bo'lib qolsak, yaxshi tomonga o'zgarishiga sababchi bo'lib qolsak, asosiysi shu. Rahmat. Salomat bo'ling.